culture, our identity, everything is getting destroyed. My father's older sister, her husband, and then their only son, 3 people from one household, one family, and then my father's younger brother and then youngest brother's son. 5 people from 3 different families got sent to the concentration camp in one day. We don't have any choice to ask more questions. I tried to ask my mom about my uncles, but every time she just changes the topic because she knew that our phone call, our communication was monitored by the Chinese police. Since I came to the United States in 2011 January, I used to talk to my mom every single day. One morning I woke up and then there was a message on WeChat from her voice message, which saying that she's going to study at the school. That's how they call those camps. And then she said she's going to come back maybe in 2 or 3 weeks, and she asked us not to worry about her. So we waited, but after 22 days, she was released. She sends a video call again. I see my mom is crying there in our empty house. I can see that the fear, the worriness in her eyes, that she wanted to tell me something, but she just can't. I remember a couple times that she said, "Son, I know I'm in trouble because I'm talking to you right now, but I got no choice. I miss you a lot." So on February 6, 2018, I woke up and then I saw a message from my mom. It was 40 plus seconds where she was crying from beginning to the end, saying that she was going to the school again. She doesn't know if she can come back or when she can come back. We eat different than Han Chinese people. We speak a different language. We dress differently and we pray differently. It feels really weird and it feels really, how to say, like different and then hard to see that you are in your country, that you grow up and you speak the language, but you're still like pushed as a foreigner or pushed as an outsider. So it kind of triggers your question in your mind that, okay, so where do I belong? Why am I getting treated as this? Like, is there any difference? We are a people with thousands of years of history. We have our own identity. Our culture, our identity, everything is getting destroyed. My father's older sister, her husband. Assalamu alaikum, hürmetli qarindoshlar. Ko'rib atqaninglar, vatandagi 10 minglagan, 100 minglagan, hatto millionlagan vayron bo'lgan Uyg'ur oilalarniki ichidagi bir oilaning farzandi. Yaqin oyog'i bu inimizning hikoyasini va bu oilaning hikoyasini ko'p angladik ham anglab qolyapmiz. Bu hikoyaning oxiri tugagani yo'q. Biz Xitoyga o'xshash bir nijis davlat bilan qo'shilib qolganligimiz uchun tarixda Yahudilar keng ko'lamda qirilgandan keyin bu keng ko'lamda qirilish biz Sharq Turkistonliklarning beshiga qoldi. Nurg'unlagan, bay degandek 100 minglagan, millionlagan oilalar vayron bo'ldi. Buning ichida bizning qarindoshlarimiz ichida chet elda urug' tuqqanlari bor oilalardan mushtaq farzandlari va yoki urug' tuqqanlari
bütün dünyadaki medyanın aldığı çıkıp guvohlik berip Xitoyninki bu rezilliklerini dunyoga anlatıyotidu ve onun unumini ko'ryapmiz. Bu videodaki inimiz ana shundoq jasurlik bilan maytisini kiyirib chiqib Xitoyninki tahditlari qo'rqitishlariga parvo qilmay o'z oilasining boshiga kelgan tragediyani dunyoga anlatayotgan bir qarindishimiz. Bunun hikoyasi navbatda hammamizning eg'izdan eg'iz ko'chishadigan bir tipik misol bo'lib qoldi. Bu inimizniki yaqinda qilgan bir ishi nima desanglar, bu New York Times, ya'ni New York davr gazetiniki bir muxbir bilan aloqalashib, bu muxbirni vatanga, shu o'zi uzun yillar ko'rmagan opasining oldiga avatgan. Ham bu muxbir garchi bu safarning naqadar xatarlik bir safar ekanligini bilib turibmi, vatanga nihoyatda jur'atli holda safar qilgan va bu inimizniki opasi ve ailesidagilar bilan ko'rishib kelib, radioda opasi bilan bo'lgan suhbatni e'lon qildi. Ham o'zi tatib kelgan rasmlarni e'lon qildi. Bu suhbatniki anlatılgan qismini 1 minut nihoyatda qisqa bir anglab o'tamiz. Colleague Paul Moser has been investigating the story. From the New York Times, I'm Michael Bavaro. This is The Daily. For the past year, my colleague Paul Moser has been investigating the story of a son determined to free his mother from a repressive system of detention and surveillance in Western China. Today, we hear from the mother herself for the first time. And so they show me into a room. And inside, on a raised platform, are a bunch of rugs. And there, laying prostrate, is Faircat's mother. Yeah. Hello. She's in a lot of pain because she's had a fall recently. She was so weak coming out of the camps that just a few days before she fell and they think she fractured a vertebrae. But she insists on sitting up for the interview. And, there I am next to her, this person that Faircat hasn't been able to see in a decade. And I can see her face, and she looks a lot like Faircat, They have the same sort of cheekbones and the same eyes. Assalamu alaikum. So I ask Faircat's mother what she makes of what he's been doing. Balam, bir ana üçün farzandning. She said that I know that you did what a son should do to save his mother, and then to get the family reunited again. And then I'm proud of you what you did, and then I still think that you did the right thing, and I believe in you. And she tells him that she's incredibly proud of him and that she raised him to be this way and that she understands why he's doing this and that it's out of love for her that he's doing this. Mana bu kasallikda o'rin tutib yetib qolgan bir ulug' onaninki yurak so'zi. Bu New York davr gazetiniki muxbiriga o'g'li bilan naq maydonda paranglashayotgan ahvolda o'g'liga bergan javobini o muxbirga yetkazgan. Ya'ni muxbir so'raydi: siz mushu hozir qilayotgan ishlaringizdan pushmon qilamsiz? Ya'ni siz mushu beshingizda o'tgan ishlarni dunyoga anlatyapsiz, mushu ishlaringizdan pushmon qilamsiz deganda, men o'g'limni mana mushundoq odam bo'lsin deb tuqqan va yetildirgan. Men o'g'limdan cheksiz faxrlanaman deydi. Mana bu onani faxrlantirgan va butun millatimizni faxrlantirgan inimiz bugun ekranımızda.
Assalomu alaykum, menim Furqat. Jasorat Munbirga xush kelding. Va alaykum assalom, assalomu alaykum aka. Bugun bir fursat bo'ldi, ukam. Xeyli bo'ldi bu oilaniki tragediyasining hikoyasini biz anglab qolayotqanli. Ko'pchilikninki talabi bilan bugun seni ekranga chiqdim. Chunki duvanda mushtaqda dunyoning hamma yeridan bu ekranga qarab o'tgan qarindoshlarimiz bor. Sening oilaning beshiga kelgan bu tragediya hammamizning beshiga kelayotgan tragediya. Bu faqat oradan bir misol xolos. Ammo beshida men deb o'tgandek hadimiz sendan faxrlanganligini aytdi, bizmi sendan faxrlanamiz. Chunki seninki mushu oilaning tragediyasini dunyoga anglatish, jumladan Amerikadagi yuqori amaldorlardan tortib parlament a'zolari va butun Amerika xalqiga anglatish va shu qatorda butun dunyoga anglatish to'g'risida qilayotgan tirishchanliklaringni biz boshdan oxir ko'rib turibmiz. Alloh rozi bo'lsin sendan. Oldi bilan bu hikoyani mushu muxbirninki mushu vatanga berishidan boshlasak. Bu muxbir qandoq bo'lib vatanga boradigan bo'lib qoldi? Sen bu muxbir bilan bevosita aloqalashib buni talab qildingmi yoki bu New York Times gazetidagilar sen bilan aloqalashib mushtaq bir plani borligini aytdimi? Qandoq bo'lib bu ish vujudga chiqdi? Shuni bir deb bersam. Birinchidan bu muxbir bilan muhokama chiqargan podcast, masalan, radio programmasi bu birinchisi emas, meni oilam to'g'rida chiqargani. Bu 3-chi qism, uning keyin bunun oldida 2 qismi bor, birisi 5-oyning beshida, yana birisi 7-oy atrofida. Va 3-chisi, uning keyin bunun ertasi yana birini chiqardi. 5-oyda chiqargan vaqtida opam teksulaqdi. Shuning bilan u menga yaxshi ta'sir qo'zg'agan. U masalan, Torda bo'lsin, uning keyin masalan, Facebook deymiz. Nurg'on amerikalik chet elliklar xat yozib gap qilib, o'zim shunday qo'llaydigan bildirgan. Uning keyin hukumat jihatdan anglaganlar chiqqan. Shuning bilan uni nima qilib qo'ygandan keyin, to'g'ri chiqargandan keyin bular Xitoyning hukumatiga masalan Beijingga, uning keyin shu Xinjiangga masalan shu organlarga xat yozdilar to'g'ri. Opamning nədligini, uning keyin cho'ng opam cho'ngdan to'g'riliq, chunki cho'ng opamdan cho'ngdan dadamning hadisi bilan hadisning yo'lishi. Turmaga so'lni ketgan. Men 3-oyda Amerikaning bir tashqi ishlar ministridan ko'rishgan ekan. Shuning bilan 5-oyning 7-si opamning bir telefon keldi menga. Bu telefon opam so'lnib ketib, naq 15 oy 11 kun. 2018 kunida 6 so'lnib ketdi. 2019 5-oyning 7-si, naq 15 oy 11 kun bo'lgan chog'da opam telefon qildi bevosita menga. Shuning bilan telefonda opam bola meni qo'yibdi. Ajoyib bir, hamda uni keyin masalan bir ham keyin tushunib beray. Shuning bilan bundan balki munosabati bor bu yerda, chunki bu New York vaqt kezdi, davr kezdi deymiz. Ularning kimdir dunyo uchun ta'sir qildi kuchli. Uning keyin telefon opam o'zimga degan bola men qavat qashramning oldidan biroq hamma ishlarni to'xtat dedim ona. Shuning bilan uning keyin 3 kundan keyin opamni yana akirga ketgan oldim. Uning keyin texnik so'zlab chiqdim. Uning keyin 5-oyning oxiri 6-oyda biroq qo'yib bergan bo'ldi. Oraliqlarda ham nurg'un ishlar bo'ldi. Bo'lib telefon qilolmaydim, aloqa qilolmaydim, pul separamaydim. Doktor boramaydi. Shu so'zlar chiqib, qerishib, bir ishlarni qilib turib, hozir xotirjam parani olayman. Uning keyin bu ishlarni hammasi bo'lgandan keyin 7-oyning 8-oydan boshlab deyman. Shu Paul Moser deb New Yorkniki muxbir bilan paranlashib turmadi. Paranlashib, uni bilan birinchi ketam shu radio nimasini chiqargan chog'da ko'rishganman Washingtonda. Bu hozir Shanxayda deyman. Jungoda. Ona to'g'ri paranlashib, bir ketam gapdan gap chiqib, mashtaq berib pasdan qanday ola. Chunki men bu ishlar boshlanishdan burun bizga Amerika kelganman, o'zimga bir 9 yil 10 yildek qoldi. Hozir dadam kelganga 14 yil bo'ldi kelar oyda. 3 yilni yoqib akilimiz deb kuchayotganmiz.
Şundan bilan bu jihatim kuchayotyapman, uning ustiga bu og'ir ishlar bo'ldi. Bu minal emas uning ustiga. Shundan berib bir ko'rib baqqan bo'lsam opamni o'zi desam, o'ylashdik buni, o'ylashdik, paranglashdik. Hamma jihat o'ylashib, uning keyin eng oxiri bordigan bo'ldi. Uni men opamga deb qo'ygan bo'ldim. Biroq Xudoning o'rlashtirishi bilan bir qaytam cho'ng uyda qurg'aytdan keyin o'dayman. Cho'ng uyda palampaydan tinab ketib, opam belninki bir ustixonni sindirib oldi. Shu bir kelishdan bir kun burun. Bir kun burun o'di. Shundan bilan birinchi kun doktorxonaga borsa, bankaning kartalarini, uning keyin shundan bir narsa unutib qolgan o'xshaydi. Doktorxona qabul qilmabdi. Aytsa deganda bu muxbir ko'rashdi degani beriblar. Uning keyin mana shu kun tushdan keyin doktorxonaga borgan bo'ldi. Doktorxonadan 3 kundan keyin o'dayman. 3 kundan keyin doktorxonadan chiqarib opamni. Chunki 3 kun jarayonida opamni kelib yo'qlab kelgan masalan. Yo'qlab kelgan boshqa saqchilar yomon ish bo'lib ketdi u yerda doktorxonada. Ular shu beli og'rib, hech qanday bir davolanish narsam yo'q asosda uyga chiqarib Shundan bilan uydan o'z davolangan bo'ldi. Hozir 3 oydan ish qoldi bu ishlarga. 3 oy jarayonida faoliyat nurmaydan paranglashdik, chiqarmadik. degan bo'ldilar chiqaray deyman masalan, biroq ish kuchga o'tgandan keyin bir gapni anglab tutib turaylik bo'lmasa, ishda gapdan anglayapman, masalan, ansirab kelyapman dedim. Ishda qilib shu eng oxiri marketing chiqargan bo'ldi buni. Biroq bu tunji ketimdan emas, birinchidan tuyuqsizlik bo'lib qolgan ishlar emas, bu necha vaqtni biz paranglashayotgan, deyishayotgan ishlar. Yana bir shukam. Bizning vatanga borgan shu chet ellik muxbirlarning kimi oz bo'lmagan parakandichiliklarga uchrayotganligini, hatto ba'zilarniki yo'qolganligi batnomlar bilan masalan davlat bexatarligini o'g'irlashga tirishgan spy, ya'ni shpionlik qilgan degandek batnomlar bilan ba'zi chet ellik muxbirlarni qo'lga olgan, ahvollar bo'lgan Xitoy bakrezil. Buni menimcha bu Paul Moser cho'qim biladi. Bilib turib hamda uniki shu qadar g'ayratga kelib, shu qadar jur'atlik holda vatanga shu opam bilan ko'rishib kelishga niyat qilishida seningcha nima sabab bo'lgandi? Hamda birinchidan bu ikkinchi qatam muxbir avatishim vatanga. Birinchisi bo'ldi 10-oy, 11-oylar vaqti va Fransiyaning bilan Gollandiyaning Norvegiyaniki. Ikki muxbirni avatdim, opam o'chadi so'la vaqti. Hamda nurg'on odamlarga paranglashdim, masalan, bu ishlar to'g'riliq ish qilib, masalan, so'zlab chiqqan Uyg'urlar oz emas. Mening ular tam boshlagan Uyg'urlar oz emas, biroq birinchidan Xudoning o'rlashtirishi, ham ikkinchidan masalan, ba'zida bir talay bor deyman uning orasida, chunki birinchi qatam bir muxbir bo'lgan chog'da uyimizga berib binoyda. Ular ishtaqoq, opam hech kim yo'q uyda, opam o'zi yolg'iz turayotgan, opamni aktiv bo'lgan. Shundan bilan qo'li qo'shlarni so'rsa Uyg'urlar chet elliklar paranglashgan unamabdi. Shundan bilan bir Xanzudan so'rabdiki, Xitoydan so'rasa u kerak Xitoy rol ko'chgandir. Shundan yomon yaxshi ayol deb bu bechora ayol, hech kim yo'q yanada o'qishga ketgan, xiyol bo'lib ketdi, hozir niyatga bilmaymiz debdi. Bu chiqayotgan vaqtida, qaytayotgan chog'da ish qilib, Xudoyimni o'rlashtirishi bilan fikrimiz bilan uchrashib qoldi. Bizga 2 soat shuga vaqt telefon qildi. Men opam bir paranglashib olgan bo'ldim. Opam so'nib ketib 7-8 oydan keyin opam to'g'ri uchragan bo'ldim. Shundan bilan bu muxbir borgandan Paul marketing berishdan burun ash muxbirlarni ko'rishgan. Ko'rishdi, uning keyin bu o'zim bir necha qatam borgan, boshqa muxbirlar bilan ko'rishib hammasi bilan deyishib, masalan, diqqat qildigan ishlar, o'zim ham masalan nima deydi. Shu kechada degan uchadigan masalan, eng baldir uchadigan aeroplanning biletini shu bir necha soat uchdan bir necha soat turib oladi. Chunki hamma narsa Xitoyning saqchiligi bor edi. Qilib tizimdagi tushib bo'lishdan burun bu o'lja berib bo'lmaydi deb ashta qilib. Uni oldi borgan muxbirim shu aeroport bizning uy 10 rayonda Baykul tarafda o'ljaniki. Aeroportga ekan. O'ljaga deganda tushib Mutolla Ashadan taksi yo'ladi bizning mahallaga bordi. Chunki hammasi biladi bularningki ujalardan texi bu 2018 yillar yaxshi vaqtda hozir qaraganda.
2 saat, 3-4 saat vaqti baylık erken. Onungacha mesela bayqılıp qaladı, onun keyin saçkayni kirib oldu. Bunu pişirmişti bizning uyga bordi, berib onun keyin 3 kiloni keyin qo'pa boshqa bir ketgan bo'ldi. Marketan paxta. Ular bu hamda ular o'zimi planlagan birinchidan har qaysi tarafdan o'ylashib, qanday qilish kerak, qaysi vaqtdan betnas eng yaxshi emasdan keyin uni keyin ta'lim kunim yomg'ir yog'ayotgan kunga yomg'ir tutib, shapkani kiyib, o'zining chiroyini nima qilib, kameralarga tushmagan gap. Shunday qilib bevosita degan soat 8'lardami, 7:28'larda borganmiz. Paranlaştı bir paranlaşmak yeri taqamayda bayqılıb. Andaki nazar endi bu radioniki intervyusini to'g'ri angladik. Endi ingliz bilganlar asosan to'liq anglab chiqqandan keyin hamma mazmunni bila oladi. Ammo to'liq mazmunni uyg'urchaga to'liq tarjima qilingani yo'q hozirgacha. Sen endi mening bilishimda shunday maydonda tarjimonlik qilding endi muxbirga. Mushu muxbir bo'lgandan keyin opam bilan bo'lgan mushu suhbatniki mazmunini bir uyg'urcha deb beramsa bizga. Uning bu bo'lgan chog'da men telefon paranlashtiryapman berib tarjimonlik qilib berdim. Uning keyin uning ustiga ham talaydek ham talaysizlik desam bo'ldi masalan. Aslida mening planimda opam o'zimizning uydagi vaqtida kelsa o'zi ayrim paranlashqizgan bo'ldi. O'zi yolg'iz paranlashgan bo'lsa, chunki bu yerda odamlar bor, kichik opam, akam bor, momam bor. U necha oyning orasida ayshib qoldi bu oxirda. Shuning bilan biroq tasodifiylikdan ayishlar yuz berib opam og'rib ketib qoldi cho'ng uyda. Shuning bilan uni anglabmi shu bormisimikin desak, biroq bu necha oyning tayyorlayotgan narsamiz. Shuning bilan beshimiz kelgani ko'raylik deb ajoyib bir hamma narsani do'g'ri kelgan bo'lib qoldim rasimsan. Shuning bilan o'zimni jiddiylashib turman, hayotda bizga yarim kechada ochdi. O'qib turaman, undan keyin hayot o'zimniki singildirim bular mansirab turdi. Opam uni ustiga oyoqda tak eg'irardi. Tak ingrab yerda gap qilishga yeri yo'q. Biroq bu bir yomon ta'sir kelgan bir fursat. Shuning bilan va'da berib uni keyin cho'ng opam adamlar, akamlar ko'rib, ular bak o'qdi. Shuning bilan kesson deb opam hozirroq qabul deydi. Senga shu nimadan bor Paul kirib bir Amerikada bir chet ellik assalomu alaykum degan chog'da hammamiz kulib qo'ydi, javob bermadi. Va alaykum assalom deyishga ketmaydi hech kim. Da bir darajadagi bir sharoitda opamning javob bermagi bektasda edi. Hayotda masalan singildirim bo'ldi qil kesson opam qiynalib bordi deydi. Hayot qo'pib hayotda masalan adam momamlar chaqirib akat olganini bizga ishlab bersin gibi sen qiladi. Biroq nurg'un odamniki masalan qarshilik bilan uning ustiga orliqlarda berib so'ragan savollarda masalan opamniki 15 jarayonda nima ishlar bo'lganini so'rab opam 3 oy turmada qolgan deb berdi. Buni men uning oldida bir ashkay paranlashib turgan biz biroq u gaplarni hech qaysini so'rgan olmaydi, hech qaysini bilmaydi. Shuning bilan u gap yomon ta'sir qildi. Men aytgan dedim. Opam turmada yetib chiqibdi, o'shancha vaqt qiynalibdi, hatto yuzidan bir tarafga palashib qo'ydi. Shu gap hammasi o'qdi, yuzi ishga. O'shancha vaqt bu biz hech bilmabdik. O'ylab ketadigan shu o'sma bilganimni paranlash kerak. Har qanday ish chiqsa o'zim yo'lamaydi. Deb shuning bilan opamniki Oshadagi bu masalan 15 oyning ichida qayerlarda bo'lganligi, qanday ishdan beshni kechirganligini so'radi. Uning keyin jisvolim so'radi bo'lmadi. Uning keyin onani chiqarayotgan bir savol bor edi. Uyg'urlarning turmushini qanday buzib o'tganligi bu. O'shalarniki Uyg'urlarning turmushini, Uyg'ur jamiyatini qanday buzib o'tgan. Chunki men bu to'g'riliq nurg'ayalib paranlashgan, Paul o'zi bilan paranlashgan. Chunki biz ajoyib bir mehribon millatmiz. Qo'lim qo'shindorchilik, aloqachilik, urug' tuqqanchilik pek yaqin to'q. Biroq hozir mana shu butun ishlar sababidan hech kimga ishonmaydigan, ona bolalarga ishonmaydigan, bolalar ota-onalarga ishonmaydigan, qarindoshlar o'zaro ishonmaydigan olib ketdik. Butun narsa bir
millatninki xarakteri buzdi ketdi. Şundan da apam özünü sormakçılab, o sorgan o sualga ağırıp bilen bo'lib, uning keyin uning bir fikr qolgan bo'ldi. Javob berdi ki berib, işte nurg'un tunusirimiz acha deydi, o'tadi hozir degandeklar bir gapda bo'ldi. Uning keyin boshqa so'zlarim unutib qoldim. Masalan, şu lagerning ichidagi ahvollarni so'rabdiki, ba'zi ahvollarni tasvirlab bergan ahvol bor. Masalan, lagerning ichidagi qiyin ahvollar, ba'ziligi qiz ayollarga tajovuzchilik qilishdek ahvollar, masalan, o'sha ahvollarni deb beribdiki. Benimki ba'zilari masalan opamning og'zidan kelgan gaplar bor. Ba'zilari bular butun dunyodan biladi hozir bu yoshlar. To'g'ri. Opam birinchidan uncha og'riqning orasida, ikkinchidan opam yana vatanning ichida. Başladan qo'lida, başladan olqinda. Dilaki hamma gapni dabagin bo'lmaydi. Masalan, men bu paranglashdim opamdan eshitdim. Kuniga paranglashdim. Ba'zi bir gaplar kelganchada yutki uyda gapni bo'ldi qil deydi. Ularni dabagalari bor masalan, chunki opam beshida bir necha lagerlar yutkab yuribdi. Beshida cho'ng kichkamni bir ay solabdiki. Yerdan cho'nglarni bo'lib, boshqa bir yerga boribdi. Hatto birinchidan solangan yerda mening başlangıç savollashlarim bilan bilib o'qib topdim. Bu gapdan depaganda bir qism o'qib ketdim. Cho'ng opamlar bilan bir yerga, bir paranglashma bo'lmaydi ekan bir-biridan. Bir-birini tonimas o'qib yurdi ekan. Keyin uning keyin turmaga olibdi. Turmaga olib, turmada butun dorilarni kesibdi. Chunki opam 10 necha yil og'rilib, o'zi yolg'iz yashagan ekan. Qon bezimi yuqorilab ketgan, yurakning masalasi chiqqan. Undan keyin meningki psixik masalalar chiqib, kech-kechlab uxlamaydigan qolgan. Shuning bilan u dorilarni butunlay o'zi yutibdi. Undan keyin turmaningki savol so'roqlari, qiynashlari texnik kuchli bo'ldi ekan. 3 oyda bo'lganchada undan keyin opam butunlay shu yuz tarafniki pog'lashib kelib, gap qilolmaydigan bo'lib qolgan. O'shandan undan keyin opamni qaytadan lagerga chiqib lagerdan keyin uning keyin lagerning yanında bir zavod bor ekan, ishlaydigan. Zavod qapiribdi. Zavodda 40 yoshdan tuvanlar ishlaydi ekan, 40 yoshdan yuqorilar o'qiydi ekan. Shuni har xil kasblar bor ekan. Kiyim-kechak tikadigan, oyoq tikadigan, baldoqni qalta qachlaydigan degandek. Toshkentni deyishgan bo'ldik. Undan keyin eng oxirida chiqishdan burun. Chunki men birinchi ketam Pauldan paranglashib, shu intervyuning birinchi qismida boshladigancha pushaymon qilamsa qilayotgan ishimga deganda meni opam maktabda tarbiyalagan. Opam maktabda tarbiyalagan. Har qanday bolam o'zining to'g'ri bo'lsa, hargiz kayniga yonma. Chunki bizning Uyg'ur jamiyatida bo'lmaydi. Muallimingni hurmat qil, cho'nglarni hurmat qil, cho'nglarning gapini bo'lma. Cho'nglar nima desa, qonun qanday bo'lsa, ash bo'yicha qil deydi. Mening o'zimning oilamni boshlayman, masalan, opam bolam o'zining to'g'ri bo'lsa, to'g'ri ko'ysang, ashuni qilayver deydi. Dadam cho'nglarning gapini bo'lma, cho'nglarni hurmat qil deydi. Boshda bir ikki xil muhit cho'ng bo'ldi, men ikkalasining gapi bor men masalan. Hozirgacha hech qanday bir mayli cho'ng bo'lsin, mayli kichik bo'lsin, birazdan o'sha adovatim yo'q, ziddiyatim yo'q. Har qanday masalan da'vo jihati bo'lsin, mayli shaxsiy turmushim jihati bo'lsin. Xudoga shukr qilib, cho'ngni hurmatlab, chiroyli o'timiz paranglashib. Hatto bu to'g'riliq opamga bir ketam dedim men. Opamning oldiga kelib, bolam Robiya Qodirova Alloh qilishidagi, Robiya Qodirova yaqin ishlaydi-ki, qo'lg'uchisiga. Debdiki, shuni bilan Aşağı hozirgi vaziyatda opam ashkat meni uni so'rasa, Robiya Qodirova bilan dunyo hurg'uzidan bir ishlarni qilsang ekan o'ylab. Opam men Robiya Qodirova bilan bir shaharda turamiz biz. U yerga uchrashib qolmas to'y to'killarda. Mening mijozimni bilasiz, men cho'ngni hurmatlayman, kichikni kichik qilaman. Birasa momamdek odam salomlashib o'tamiz. Unda qilganim bo'lmamda dedim. Deb ashtada emasdan dedi Şundan odan degan Paul ashkani so'raydi opam. Faqat bizga ashtaq degan. Sen balani ashtaqilaki to'g'ri so'zlab mendan tarbiyalabsan-ki, shuncha bola ishlar bo'ldi ham, ishni beshini o'tkazdim. Pushaymon qilamsa deganingga desa,
14 yılına yakın nurgun günü gördüm ne yapam. 14 yılına yakın günü gördüm. Turmuşum bütünlüğü veyran oldu. Hatta maşınadaki ağırıp yatkan vaxtlarımda ballarımı çıkarıp geldiğimde ailemden Amerika'da çıkarıp geldiğimde pişayman kılımı. Bırak iş kaçan balamla kuvat kaçtan pişayman kılmayım. Fakat balam bir bala udus bilen, benim anam kayarda, apam nim boldu, apamla körüme, apamla Amerika'ya açkame, apamla cem bolime, ailemle cem bolime degen işini kılıvatı bu. Hiçbir bir siyasi, hiçbir bir kanunu çıtıldıran yazamaz. Apam başta degende onun var. Bunun için hakir gelip, ben hayata tüfudeyim, onu sen tuttu, saçta ki seni körsün, çünkü seni körüp, onun kendini bir aşıp kalsa, bu bütün dünyada aşkaradakini buldu bunu dedim. Desem, adamla akamla kokap çıkarıp etti. Çıkarıp etmeden ki doktorxan badil günü berip. Yaman, bütün golcunu zılzığı sevitipti o iş. Futbolasının sapsırı, onun kendi partikomnik ki, önemliyene kelip. Bevasıta kılamadı, bırak vasıtlık aldı isim kalıp. Yani, 3 gün boğanca lapamla doktorxana çıkarıydı bu. Endi bu adamız endi resimde görüp turibdiki o'rin tutib yetib qolibdi. Ba'zi xabarlarda deyilishicha umurtqisi sungan degan gap borki. Endi lagerdan kirib chiqqanlar afkamsan anglab turyapsa, uzun o'tmay o'lib ketayotganlar oz emas, ya'ni. Endi hadimiz endi burunqi rasmlarni ko'rdik, bayım ekranda ko'rsatdim. Nəhayət sağlam bir an ekan toq. Şu lagerdan chiqqandan keyin o'rin tutib yetib qolibdi. Bu ovozliq intervyudimi, ovozdimi angladik. Qattiq og'riydi ekan beli, o'zi o'tirolmaydigan holatda. Ammo muxbirni ko'rgandan keyin meni yo'lab qo'pimlarni o'tirib paranglashaydi deb nəhayət test o'tgan o'xshaydi. Seningcha balkim u hadimiz sanga ya depamidi endi bayasanmi deb o'tding, masalan bir mezgil Xitoyda lagerdalık doğrularını to'xtatayotgandan keyin 120 palash o'qibdi dedim ama qon besimi bor ki. Bu umurtqisining ishi nima sababdan bo'lganda umurtqisi sundi deb anglash bormi? Endi umurtqimi beldan ki başta fusqini tüzekmi bilmadim rost yapsam, chunki bana 3 yil yotgan bo'ldi, tüzek tabanlanib bo'lmadi. Bir aşağı benimki bir fıstığın sunup, o hem de bu iş kurvaytla terapi kurvaytın kim o değil mi? Babamların uyuydu, yıkılıp düştüm, falan beni tinak ettim falan dedi. Onun bir vasıta lagerden çıkan adam da emez mesela lagerden çıkan adam hakikaten yığır ağıradı. Başka resimlerim var mesela gitti apamdan paranlaşıp telefonu tutup ziyade da ondan telefonu tutarak mağdur yok oldu da adam tutup durdu telefonu. Balam ben gidip kalsam herkes üzen ama bırak apam da Kayseri'ye geldi. Acayip bir Kayseri'deki var, kitapçılık var. Çıkana 6 ay oldu, 6 ayın içinde hazır 7. gidim bu farkında apam. Pandemiyasın doğruluk, bir ketten bel doğruluk oldu. Onun hikayenin yürekten dışı oldu. Yürek salımız dedi ki baldıram olmasa, ailem olmasa ben sağ olmayayım. Onun en sırayla çok birisi buluş gerek, uygulanıp bunu dedi. Bütün taşlara çıktı. Onun hikayenin psikolojik anlamda çıktı. Bırak hareketten eğer ağrıydı, ağrıp onun hikayenin paranlaşsa, bala mençide ödüme. Zaten görüşme ben de. Hazır çıtap ki vasıta. Bu yerde bir iş var, bir vasıta sorsam senden. Endi hammamiz inson bo'libmi, ona bilan bola orasida mehr muhabbet alaydi buldu. Hem birbirini alaydi, ayaydi. Endi onamizniki o gapidan men o'g'limni mushtaq tarbiyalagan, ham mushtaq yashaganligidan faxrlanaman, mush qilayotgan ishlardan faxrlanaman debdi. Ammo bu yerda bir Xitoyning bir vahimasi bor. Ya'ni o muxbir apam bilan paranlashayotgan chog'da tuyuqsiz majbur teshib qo'ygan o'gizni, suv oqadigan o'gizni yo'qlaymiz deb nomussiz kafirlar ashmo bir banu bo'libdi.
bir parça layvlar itip qo'yish bo'lgan narsani aytmay shu nazorat qilish uchun borni siskanda endi shu tushk o'g'zini yo'qlaymiz degan ma'noda pat kelib turdi ekan, shu kunim kelib qolibdi, tushk o'g'zini yo'qlab. Ham o chet ellikni ko'rgandan keyin nim bo'lganligini ko'ngli sezgan gap Xitoylar. Ko'ngli sezib bo'lgan ishni bilgandan keyin u chet ellik muxbir ketgandan keyin apanga bevosita tahdid qilibdi, ya'ni. Agar bu suhbatni, ya'ni chet ellik bilan degan deyishganlaringni e'lon qilsang, biz seni o'tirutimiz deb ochiq oshkora tahdid qilibdi. Endi mening bilishimda bu intervyu bir necha oyning oldida bo'lgan o'xshaydi. Andan keyin bir necha oydan keyin sizlar bu intervyuni dunyoga anglatish qaroriga kelibsizlar. Buning asosligi nima sabab bo'ldi? Dilaqi abay deganimdek, masalan, bu necha oy bo'lgan bir aloqa, paranlashish, nurg'ungatim ishkilnish, nurg'ungatim voy bo'ldilar, nima ko'rsam ko'ray chiqarib yetadi degan gapda bo'ldi. Az ko'p pushaymon qilishdi bo'ldi. Biroq dilaqi hammamiz asosan bilimiz qilolmaymizni. Lekin nurg'ulroq deb kelyapman, masalan, mening ishimni bilganlar kelib Uyg'urlarning ichidan. Masalan, so'raydi qanday qilsam bo'lar, masalan, dadamga kirib ketgan, opamga kirib ketgan, akamga kirib ketgan, yinimga kirib ketgan deb. Hammasi deydigan narsam dilaqi Xitoyning mijozida ojiz bo'lsa, yuvosh bo'lsa, yemaydi. Kuchli bo'lsa, bisim qilib qo'yadi, bosh so'qishtirib qo'yadi. Oxirida hurmat qiladi. O'qidi. Undaqa. Dilaqi o'zimni masalan yuqori ko'targan emas, biroq boshda bo'lib qoldim. Chunki beshida har xil qo'rqib qo'ygan opam agar ketib 15 yil yargan odamlar cho'ndan turmaga olib borib yutgan, opamni turmaga olib borib kelgan oldim. Hamdi onu qismasa, og'zini yumsa, opasini menga ko'rmaydi degan gapni anglab boqdi. Gapdilar, kech-kechlab o'ylashga vaqtim bor. Har qaytam yana sakrab chiqdim. Sakrab chiqdim. Uning keyin u besinir Ahmad deyman. Ahmad yana opamni qo'yib berdi. Qo'yib berib opam menga beshida balam qog'ashlarni oldim. Biroq men xotirjam. Men chiqqan ishga to'ldi, shunda yaxshi o'qidim. Şimdi işlerim to'xtadi, hech qanday qilayman bir gruplarniki. Ammo yani opam men azaldan qonun xiloflik hech qilmadim. Men bir yerning a'zosi emas. Men faqat bir baluvli suhbatim bilan meni opam qayerda, opamning ahvoli qanday, opam bilan ko'rishma deb chiqdim. Mayli Jungo olsun, mayli Amerika olsun, mayli Yevropa qanday davlat olsun, bir ona balaninki onasining izlirgini qilishi, onasi uchun so'zlab chiqishi qonun xilof emas. Qonun xilof deganda kelib menga o'z telefonini yoki meni ishimga ko'rasin. Menga ishlar bir narsani tapasin, men dödemasin. Deb uning keyin biroq yana bisim qildi, yangi chiqqan vaqtda opamniki. Uning keyin bir hafta bir oy o'tgandan keyin Richkatan balam qog'ashoniki ta'sirini his qildim men. O'sha his qilgan o'xshaydi, chunki atrofda nimalarni ko'rib bilmayman, chunki 15da opam belni sindirishdan burun bir yarim yilni yoki nurg'un nazarchiroqlar bo'ldi, to'y to'kildi bo'ldi. Yaxshi bo'lib kelib, uning keyin jamoatga qayta aralashib, bir yerlarga berib kelgan bo'lgan. Shundan o'sha vaqtda his qilgan o'xshaydi, chunki fel erken bo'lib qolganda o'zi. Undan keyin u Xitoyning besimlar oqmagan ekan, opamni qo'yib berdi, qo'yib berib, beshida aloqamizni asli keltirmagan. Uni men yana jiddiy chiqdim. Chiqqandan keyin aloqamiz asli keltirdi, biroq pul sog'inmagan. Pul sapasam bo'lmagan bo'ladi. Biroq uni o'zim davoldim. Uni o'zim qo'limga yetib oshdi, o'zim davoldim desam. Bir necha simon gap qilib qolgan oraliqda Xitoylarniki, soqchilar olsun yoki boshqalar olsun. O'zimizdan davlatniki da'vatimiz apani, aniqlatimiz, ma'lumotimiz endi. Falondan boshqa ish qilganlar apani men o'zim boqaman. Falonning nurg'un yala ishlarning bir yerim gapdan adam oldi. Apani men o'zimdan burchimda da'vat. Raslab dedim, chunki u 5 kun qashgan pulniki bular so'rg'an qildi. Uning misol bergan. Shundan keyin pulni sapradim. Saprab o'z davodan deydi, o'taqalar berib qo'yadi. Shundan bu muxbir bo'lgandan keyin berib, bular
Bana bevas telefon kılamaydı o. Çünkü bana bevas minana paranlaşkan demen hemmeni torga çıkırıp etken. Keyin Amerika'nın berdi aylarga berip etken. Şundan da bana bevasga kılamay vastlik aldı. Bu daha yaxşı yapmaydı. Bütün Şinjan boyunca en erken paranlaşılan, en hatırcan paranlaşılan maşınalar ailesi. İşte degan. Degan tip, onun da parvayım pelek meniki. Çünkü ben 10 yaşından yakıp apamdan çıkmaya da bakkan. Nasıl apamdan çıkış. Apamda paranlaşsın, bu yetmeydi bana. Sen buna bizim zola verse, apısını bütürü çıkılmazdan geldi degan. Degan acayip buldum. Acayip korktum. Bırak, aşağıdan degenmeydi ki. Bir, senge bir Uygurlar bilen Tayland'dan çok fark etmez senge. Biz bu dünyada işinimiz. Aşın New York Times'daki birinci kitamak nimkana en ahır degan bir gepim var. Mayda apamni men ko'ralay, bu dunyoda ko'rolmay, apam saqni hayotni bilmayman hozir. Agar ko'rolmagan taqdirda men bir yoki ishonguchi bo'lishim bilan, bir musulmon bo'lishim bilan men dunyoga yurib, apam bilan ko'rishgan vaqtimda apam ko'zining ichiga qarab turib, apam men jim yotmadim, turmushimni hozir yashamadim, siz qiynalib vaqtimizda men tirishib chiqdim. Bular eshik qopdim. Yeyalishim kerak deb chiqqanman. To'g'ri. Shundan odan hamdaki gururlar mesela hemen farkı biz o dünya işinimiz. Bizga nisbatan muhim mehr muhabbet, ota-ona, urug' tuqqanchilik, o'zimizniki kimligimiz, o'zimizning vijdonimiz. Aşılar depsendeki uçurgan çağda, aşılar veyrancılık uçurgan çağda, özümüzden azizlerimiz, en muhim işlerimiz, başkalarınınki kaygını yalatkan vaxtıda. Bu can degen bedendeki bir narsa bo'lib qoladi. Biroq buni o'tirib qaraganda, masalan, Xitoylar qarsak, Xitoylar birinchidan jinidan qo'rqadi, milidan qo'rqadi, huquqidan qo'rqadi. Bular nisbatan jon desa, butun namunasini berib o'tadi. Aqlni chatirqida o'tadi bular. Biroq tushunmaymiz. Opani o'ltirib o'tadi-ku, dedi. Degan tip kayganni qilsin edi. Bularning o'zining tarixida bor. Bizlar tehdit solgan chog'da o'tirib, bojilab futbolni yoki bir ayrim qizg'ini avat qildi shu. Qo'lidan kasa oshna qilsin menga. Biroq opam boshdan qo'lda boshqa men hozirgacha mana shu turib o'taman. Men qanday kerakini hech kim bilmaydi, men o'zim bilmayman. Agar opam bo'lmasa, meni hech kim tutib tura olmaydi bu dunyoda. O'zim yolg'iz men bir davlatni vayron qila olmayman, biroq bir yo'llar qilishdan sababsiz bo'lishim mumkin. Nurg'un odam mening sababimdan boshdan birini to'laydi. O'zim shuni ondan qo'pab bu mahmudi. Bu mahmagan ekan. Opamni Beijingga kelgan, Shanxayga kelgan, men Beijing Shanxayga borsam opamni ko'rishtirgan bo'ldi. Uning keyin agar o'zimni men bexatar his qilmasam, Qozog'istonda bizning G'uljiniki chegarasida alayda hisoblar rayonida bir yer bor. Bu yerga men vizasiz, Jumboning vizasiz kira olmayman, chunki men bular viza olmaydi hozir. Men terrorchi. Opam pasportsiz chiqa oladi ekan. Ichida ko'rishtirmoqchi bo'lgan. Ko'rishtirib opam bilan birga turib, uning keyin bular bilan paranglashibman. Shundan bilan ashta qilgan bo'lgan. Bu vaqtda menga Ahmay, chunki bular maqsadi meni jim turish, jim tug'ish. 3 oy yoki 6 oy jim tursam, credibility mesela Uygurca ishonchsi deb. Yo'q bo'ladi. Chunki men hamda ish qilib Amerikada olsun, asosiyat Amerikada mesela qo'yib qolishim. Hukumat bilan ko'rishdim, muxbirlardan paranglashim. Asosiyatdan oldingilardan keyin birsi. 6 oy men jim bo'lib kelsam, 6 oydan so'ng opamni nima ish qo'ydi deb doim o'zi biladi. Xitoy ichida nurg'un odamlarni turmush vayron bo'ldi, qancha odam o'lib ketdi. Men opam uchun chiqqan, biroq nurg'un odamga dedim bu gapni. Uyg'ur degan bir millat bo'lmasa, opam Uyg'ur bo'lmaydi. Mening bolam Uyg'ur deb cho'ng'olmaydi. Opam eng Uyg'urdan eng baxtli, eng baxtsiz bir ayol.
Sizdeki 10 necha yilni yoki eng yaxshi odamlarga ardib o'z yolg'iz yashayapti. Mening sababim bilan shu do'zax chiqib bo'ldi. Biroq nurg'unlik odamlar bor, unda bir yoki ruhni chetida emas, ruhni chetida turib ishni qilmayotganlar bor. Har qanday nurg'unlarda so'zladim, nurg'unlarda tushundim, intervyu bergan bo'ldim. Deydigani 3 million degan sonni haq anglasa, 3 keyinda 6 nol bormi? 6 nol bir son deb ajoyib bir cho'ng bir son bilindi. Biroq o'sha har bir nolning ichida qanchalik Uyg'urning, qanchalik oyning vayron bo'layotganini bilmaydi. O'tgan Londonga yurib so'z oldim. Buni boshladim. Mening opamning so'nib qolganligi mening turmushimni mashinalar vayron qilib, hayotimni mashinalar o'zgartirdi. Ashuni yo'nga ko'paysangda bir millatniki qancha vayron bo'layotganini his qilalaysiz. Shu. Chunki xalq ko'rib 3 million odamni so'labdi, 500 ming bolani so'lab qo'ydi. Adekvat desek. So what mesela? Haydi konu yerim burada bırak. Ta'sir qilmaydi. Mening oilam vayron bo'lib ketdi, mening opam so'nib ketdi. Dadam turmada yetib o'tdi, mening singlimni bosqin juda qildi yoki Xudoyim saqlasin degan deyishdim. Sizlar deb chiqqan vaqtimizda hammamizning har qanday bir odamda bir yurak bor. Bir yurakka jig'il qilib tekkan chog'da uning keynidan qo'pib chiqadi. Nimish qipray deydi. Nimish qipray degan chog'da nurg'ular keldi, duo qildi. Inshaalloh, mashallah. Bala qartlagan emas, masalan, Amerikadan bor. Thoughts and prayers. Duolarimiz sizlar bilan biladi. Men undan narsa kerak emas. To'g'ri, men bir musulmon. Duo qilish kerak, biroq harakat qilish kerak. İnşallah Xudoyimiz bir kun xotirjam bo'lamiz. Mashallah degan bilan shu ishni bo'lmaydi. To'g'risi baka. Agar men qilmasam opam bujoqchi ketib qoladi bir yerga. Endi bu yerda bir narsa so'rayapman sendan. Xitoyda ochiq oshkor holda agar shu intervyuning mazmunini e'lon qilsangiz, o'tirimiz deganda kallangga bir savol keldimi? Ya'ni sen opangniki bu ahvolini shu bütün Amerikaga hatta bütün dunyoga anlatib bo'lgan ahvolda Xitoy mumkin emasdi. Ya'ni hamma odamning ko'zi shu yerda vaqtida opangni o'tirib etolmaydi. Mushu javob kallangga keldimi shu chog'da? U gaplarni menda bor. U gaplarni men Twitterga chiqarib qo'ygan. Yo sapam bilsa opamga gapirsa Amerikaga yo'l qo'ysa kelishiga deb. Mening Twitterda mesela To'rda degan gaplarimni Amerikaning xeyli bir yerlariga bor ekan. Nurg'un medianing bor, muxbirlar bor. Mana ishlik qilib diqqat qilib turdi. To'g'ri, u chunki opam masalanga qo'rqaman, biroq qo'rqqan bilan men qo'rqib qarab o'tmayman. Opamga masalanga bir ashunda bisimdan oliy bo'lgudek bir narsa beraman. Uning erishgan narsam nima bo'ldi? Eng oxirida ashuncha bo'lib bisim masalan Mening opam azaldan sonuna baxmabdı. Birinciden. İkinciden bizden aloqamiz azaldan uzilib baxmabdı ekan. Shunda opam xotirjam yashab o'tibdi. To'rtinchidan opam hozirgacha Xitoyda bo'lib qilishi Amerikadan viza ololmagan uchun pasport emas. Biz 10 pasport ololmayotgan opam vizani olib qo'ygan. Vizani olib vaqt to'shab, yana elib, yana vaqt to'shab. Opam shundan hozir vizani yo'q qilyapman. Boshqa daqib qancha oldida bo'lsa, masalan, bu bir necha xil proses deymiz, masalan, bir necha xil stage. Jarayondan o'tadigan ish. Ishida hammadan hammadan nurg'un narsalarga qarshilik uchraymiz. Men ko'rgan qarshiliklar, qo'rqitishlar nurg'un bo'lib qolgan. Buni o'tib ketgandan keyin qo'pib balkim o'zimiz yaxshi ko'rgan bir necha odamni yuztirib qo'yishimiz mumkin, yo'qotib qo'yishimiz mumkin. Biroq biz chet elda turib, chet ellik Uyg'urlar bo'lib deb chiqolsak, biz so'zlab chiqqan kunning ertasi yoshlar yetayotgan turmaga lagerga ochlarning xabari borligi berib, menimcha bo'lsa, madamning egisi bor ekan, bu Abdullohniki, Xalmuratniki, Patigonniki, adisi, aksi, sanisi falanchani so'zlab chiqyotdi. Madam deb qolmasin, degan bo'ladi. Biroq
Aşı jarayonda bizga besimga keladi. Bu besim ig'ir keladi. Bir bolaga nisbatan bir onaniki, men Nurg'oya degan. Men o'zimniki hayotimga natija chiqara, masalan, u yakun chiqara olmayman. Yaşamamdan da birinde adayman, biroq bir bolaga nisbatan mening ishim tufayli mening opam, mening cho'ng opam, mening cho'ng dadam, mening haydam, mening akam javob bergan. Umam 70 kirgan, umam keyin qisqa muhtirgan. Biroq undan o'tib ketgandan keyin qaynam bir gap bor, ya kaltak ya savza. Kaltaklar o'tib ketgandan keyin u bizni cho'ngaydi tutdi. Texan bekrak bo'ysunmaydigan, texan bekrak kuchli qo'ydi. Keyin yaxshi narsani berdi. Qo'yib turdi ota-onamizni, urug'imizni qo'yib turib boshqa besim qiladi. Biroq ashlag'im tushunish kerak. Men bir davlatni fojilayman demadim. Men bir siyosiy ordashay demadim. Men o'zimning quvvatga ishini qilsam xotirjam yashayman. Men faqat dada, opa sizlar ashada bo'g'alqanlar uchun so'zlab chiqdi. Sizlarni qutlayman dedim. Xotirjam yashanglar ishni qilolmaydi. Undan keyin ularning besimi tugab, ular ota-onamizni to'g'ri tushundi. Undan keyin ota-onamizning rasmi, ismlari nurg'un yerlarda bo'lgandan keyin xotirjam bo'ldi. Masalan, mening turmushim hozir qanday opamdan xotirjam parangisha olmayman birinchi. Keyin bizlarni vujudga kelgan ishqa butun Uyg'urga bor ijoz. Biz kulib qaralaymiz. Yig'layotgan vaqtimizda ishimizdan ketib qolgan odamni kulalaymiz bir ishlardan. Opam ba'zida o'tkalar deb qo'yadi, bolam sen bir ish chiqsangni bular ko'p kelib, sening bolang ani qildi, bolang mani qildi, terrorchi ketdi deb men qo'shaydi. Biroq sen jimib qolsang hech kim kelmaydi ekan, masalan, sig'inib qolaman ekan, bularni bir ish qilib qo'yamsa ya dedi. Undan keyin bir chiqdim opamga shu muxbir bo'lgan kunni opa biraz gapirim desa, men hech nima bilmayman, men mijozimni yozsam bolam avatibdi, paranglashni bilmayman. Desam, bolam kelsa, davrma. Bolam avatibdi, paranglashdim deb. Hamma narsani ko'rib bo'ldim dedi. Undan keyin oshkuna muxbirdan chiqib nimasi chiqqandan keyin opam telefon qilib, opam mashtaylik o'tgan ko'rishgan muxbirga nima narsani chiqarib turga. Burun to'rda sizning ismingiz bilan rasmingiz bor dedi. Endi biroz og'riq yotgan vaqtingizdagi ovozingiz ketib, butun dunyoga farq qilib ketdi desam, meni dog'liq qilibsan-da qo'y dedi. Deganda keyin opam aqchan sizni bir yo'qlab kelganlar jiq chiqdimi bir necha kun ichida desam, sening do'stlaringmi, mening do'stlarimmi dedi. Aqchan sizning do'stlaringiz kelamdi keyin bu idoradan bu idoradan. Sen shundan bo'pti bolam kelsa kunama qoldim hozir undan qoldi deganda kelsa mening nomerimni bering opa siz doktorxona davolanayapsiz. Siz doktorxona bir qadam chiqarib ketgan angladi butun dunyo. Yana bir qadam chiqarib olsa yana anglaydi. Bularga ziyni va foydasi yo'q dedim birinchidan. Mening nomerimni bering, menga telefon qilsa men bilan paranglashsin. Bo'lmasa bu Jungguliklar Xitoylar. Choyga paranglashgan bek amroq. Bevosita konsulni men chaqirsin. Men choy ichib yo kofe ichib turib paranglashayman. Mening o'qishim yo'q hech kimdan. Qog'oshim xato emas meniki. Qonunni chiqarib yoki Amerikadan qonunni chiqarib, meni qo'ldan kelsa sudga arz qilsin. Opishni so'zlab chiqib bizning 100 ming to'kdiymi u deb. Bo'lmasa, men o'zim degan gapimni deyman. Sen bular kelsa men Jongoda turib olib, Amerikaga bolamniki qulqin tortib olmayman-ki, eng yaxshi men chiqarib beranglar, men yenim turib qulqin tortay deyman. Deb endi o'sha darajada masalan, uning keyindan o'tgan Global Times'niki Xitoyniki nimasida bayonot e'lon qilib chiqadi. Opam to'g'ri chiqarganda. Bizning asos qatlamniki mayli bir Xitoy ayol to'la kirdi opamdan tashiga. O'sha bo'yadan muash 3 ming so'mga Xitoy puli. Opamniki muashi yo'qga azaldan. Uning keyindan o'sha ayol kelib bir ishlarni qilib berdik, opamga pul yerdik. Nolan deganda uni nima qilib opamga deganda men desam, opam boshlamada deydi desam, u palonchi oralni 3 ming so'm oldi ekan, bolam menga hozirgi sapaga pulon 20-30 ming so'm bo'lib bo'ldi, men bir oyning ichida dedi. Uning keyindan opam 15 oy yetishtirgan 2 yillik uyda bo'lmadi. Bo'lmay shuni kelsa bir ketdim, eng kelgan vaqtida o'tganda. Shundan puliga 500 so'm qarz qopti bir yilda. Qoptiga yomon terik deb opam unga. Terikib
Qabul tülüytüňe boldy, mijaz olmagan eken desem, apamma bir jayılçı öyle qeýdim. Men mening mijazym apamga okşaş. Özümden toğrusa hergiz qılmaýmyz bir işni. Şunu ola tölemeýmezdi. Tölemeýme golundy kese suýuny kesip etsin meniki. 2 ýyl öýde turmaý, nimeşe men pul toleýmän. Ya menim ýerde biraz turupdym bu çağda. Men öýde turmaý turup, nimeşe men pul toleýmän. Sen ular kirip onu da pekap, bunu da pekap, an ahir özü toleýip berdim. Da pekap ikil gep tok. Şundan odan ötken aýda wagtym video işleş üçin apamda doturxanadan ýene çykyp dike bula. Çykyp 5-6 bir işki maşynyny öýrep apam ek ýapdy öýge. Ekilip bizden binavi o iş konurak etken. Apam da karşıda da şu bir yıl çıktım, yıl ahırı çıktım, yeni yıldan keyin çıktım dep öýlenim oýlap ki oňuşamagan şu ançada. Şunu olan işlem konurak etdik. Apam bu terkipli depdi ämesege. Bunu aldı azrak pul sepegendim. Şunu olan kartamda ahıç pul var. Şu sanqa közüme toly kirip edip meniki mijazym bolmaý doktorxanaga haşlap atma papuldan ämini balan qılıp bergen puldan ämini. Ma işkim monsum haşlap bir oňuştak gerek wagtym çykmaýdy do. Se äçetgeni kiripdi biz işke ony odrak koýduk. Ne koyduk. Biz ki özümüz oňuş yapyrmyz depdik. Ama bir narsaň kerek ýok. Sizler birden kusanlar ben men torga çykyp daýsdyk ýa. Onda bu özem paştaýy. Ise why biz order kılıp etdik. Many kıpırmız depdik. Ýa-da men fulany berip daýdyk. Şapama doktorxana wagtynda telefon kılıp tak bu ýana aşkyny evet bergen bolsaň, birsi barady. Bu ýana aşkyny bergen bolsaň biz işini almaşyp goýaýyldy. Papa hazır çykmady. İşlem almaşyp goýdy. Şundan olan onu aldı da ýa-da ki o diba odam dokela ki tüwen durmuşda palat boldy. Aşna ýatyp. Apam fikir etdi. Bala muaş kopdy men diýende, sizden muaşyňyz baga apa muaşyňyz mäňgu. Dem ýa balam ma hökümetniki müştak pul ýeripdi maňa tasdiqlap beripdi dep başkan diýendi. Nolda vay apa bilisiz go bulany. Bizge 500 we 500 gada kaçıp satady. Yani bütün dünya başta diýen. Sen bilemä bola mende şu an maýmatsam zorlap ekep tutkuzyp goýdy. Ekep bu türewesinde paýa bolmaz 5 biräsi beresiz. Balan turdyga ýa-da turdy golmunda gaşy işletmesen bir karta dedi. Başta ben de hazırlık bazı külgün kiloda bazı jayap boldy. Mesela bir şey dedik sen eğer şu çetelde turup apağının davasına kalmagan bolsaň, muş işler bolamdy, apağda kart bejerip berip, en tüwenlerde turmuş pulu berip, muş işler bolamdy sence? Bana hiç fayda masaka. Apam bugün hayat olmaydı. Tabii. Evet. Hayat olmaydı. Toğra. Apamdan kat adete çıkalıqını men bilemem. Endi bu ýerde bir näsini soralaý senden baya apamny bir video işlegili kepdi, dedim bu nime video işlegili kepdi ki ular? İşlepdimi o videonu? İşlep o çıkadylar ki Xitaynyky özüniň bütün torlarynda çıkarıp ondan meni Dünya Awrupalygynyň äzasy kemmemiş. Adam başladyk men Jongony parçalaş üçin parçalaş arkaly can bakaman ki. Yani apam ata-anamız bizniki mellemes onu da Arafat ba Cumhuriyet edimiz var Amerika'daki. Bizden uygurumuz bizni benim ahlakları hep gördük. Bizden nomuz koptu. Şunu da apamı depesem apa başta aylık videolarınız çıkıptı sizinki desem kayısı çıkıptı bala men ağaçını epegentim yamanjyk gelgen ula kayısın çıkıptı diýende. Başımaçta hatırlayacağım yaşavatım öýde. Hepsi desem şu hatırlayacağım yaşavatım go bala mende. Bu rasket başın çıkagyny ýaşy öpdi dedi. Bunu keýne kopap ne bolmaşda. Apa minodan nomuz kılsız kan bolsaz, men ahatapsız go desem. Ya diýen mara goýdy dedi. Diýen şunu ona başta da çıkıptı desem. Şaşakıp diýişdi kanony. Ezelden bir kirip bakmapsız ki, ezelden bir okuşlar bakmapsız. Ezelden paranı şey tuttu. Demek, bir dövletini gerçekten çıkargan eken siz en yaxşı, en layakatlı fras kensiz siz. Bundan ki Peygamberlik ensirme hatırlayan paranı işimiz ki yapma. Alakımız kalmaydı ki. Çünkü bir dövletini ki, özünü ki bayan elan kılıp,
never dursun ezelden sonuna bakmagan deydi. Çünkü bir emeli adamni bula okutimiz birinciden azrak kalışı meni Uygurlar başka okutimiz da bekirgen ya terörist de bekirgen. Siz hiç kaysal düşmeysiz ki siz en never Uygur kensiz. Kadırcam paramçımız geldi dedi. Ne oldu? Eda kıymıştık ahlet yaptı oyunun ki degen gibi ama tesir kıptı. Anı oğaş. Evet sonun kendine bir neç başlıkla kündeki de kriptike kırsa kapamışın da terik benim balam ne ahlet edağına benim balam tullaydanğa sahahın nime hukukun var. Ben balamın pəxrini və balamın əcəlini pişəmək baxmayacaq. Başladım. Hepsi ki onun Paul'dan paranlaştık. Paul'dan aşınımının ahırdan var. Elə ki birinciden hem de çıkıp apanın elə Kayserdeki Hakikaten iştah ki. elə rasını ras, doğrunu doğra, hatanı hata deydi qadan. İkinciden hem de çıkıp yana birisiga mesela ki bu Kayserdeki mu cesaret mu sebepten kilidi. Apam yeni çıkan vaxtıda türmedeki vaxtıda onu delenmekti. Bırak hazır mı başlarını köydü. Neticesini körü vadıdı. Haydi kilip. Hatta öyle ki hazır kandak ki mesela ki Hatayda kırdı o üyge. Hazır alan sakçını ki ya ki Apnım rayının ya oblastından mı? Kırıp yoklap meyvçi ve birinden ekilip hal sorap. Onun kayını kopap eder ki Uygurlar. Asas alanın Uygurlar kirdi ki kırıp. Ülken bir kız oldu ki bizden küçügerek. Otaz mecazcık oqti. Sizler qılğanı bilmeysizler ki. Biz üçüncü olaraq qıla bassaq, balanız ayaqda anı qalıb, sizin ayaq qopab, biz qanda deyilsiniz, buna deyilsiniz ki. Balanın qıvat qalıb ki, qıvat qanı köyün vatqanı bana yetib başıdı. Eğer bək qılmanızga ketken bolsa, berib atanağınızı qalan siz, bana sizden mehir muhabbatınızdan gerek yok. Keşke de gözden görünmeye çıkan aldı. İşte öyle ki Uygurlar eski solar. Hala yaxşı solar. Bir sada bizim kısı bir skayını kırıp vay mineverciye Valdıran Amerika'dan birinden evet gençede dep koysam bana mebesson biz uruk tukan bop kaldık ağzı yer var ki. Ama evet yerelem geldi. Evet degen adam yerelelse evet birey. Bazı koyma yapam dedi ki çırayla bolgan bolsa, hem turmuş, xatirjam bolgan bolsa, bizden şuna kalgan bolsa bu hazır sizge qılıb atıdı, köyümçallık qılıb, bularning hammasi men bu hech qaysi bir tillik ishonmayman dedim. Buran bo'lmagan bu ishlar. Yo'qsizda qopsiz ekan, mikro mobil kitashni olib ketdingiz, loyiq olib ketdingiz. Demek ki bu hikayelerden çıkıp durdu. Hakikaten eğer sen müşahede meydanı kerip çıkıp anımızga, vadimizge ilgi çıkıp bunu anlatmagan bolsan, Oqtaydan kelgan bu yaxshi gaplar, o yaxshi muomalalar, burunqi hammasi yili Xitoy degan 36 yili bilan yashagan munofiqlar bu. Endi bu nima Paulninki intervyusi berib opam bilan bo'lgan intervyusi e'lon qilindi. Necha kun bo'ldi deymi? 2 kun bo'ldi. Bundan keyin bir inkos olmadingmi vatandan? Baranj turvatma opam bilan biraz keldim sen bir ikisi kelibdi kelib o'tirib gapimga o'xshaydi. No, isteganimda opam menga gap deb berdi. Men gapni dunyoga deb berdi men. Uning oldida bularman bir ishkadim telefon qilib, besim qilib, qo'rqitib qilib bakkan u gaplarni butun dunyodan bilgan ekan, bularman bevosita qilolmay. Falonchi bir yerlarga uchib berib, eng cho'ng boshliqlar. Shu bir ish kirdiki birsini qishib berib, Basaqchining eng cho'ng boshlig'i Xitoy bilan ish birinchisini etdi. Bir navbatgina bizga ta'sir qilmaydi, biz qo'rqib qolmaymiz. Etki qo'rqib qolmagan nimishga muxbir ketib aytsi Shanxayga yurib, boshqa nima deyish kerak. Yaqinmayda yurish kerak bunda bo'lsa dedi. Keyin qo'rqitishlar oldi, yo so'z qilishlar oldi. Endi yana birisiga birinchidan hamma gaplar chiqib qoldi dunyoga. Opam bilan ko'rishdi. Balkim aqlli bo'lsa, ular qalos ishlasa. Opamga besim qilishning o'rni qolmadi. Opamga besim qilsa, ular besim qilib boqqan, taklif boqqan, so'lab boqqan, to'g'risini boqqan. Oxmadi, oxtiramadi uni. Birdan bir aqliga erish yo'q.
pasportni berib chiqarib ketib, mana bu 10 necha ayrılib ketgan bir onatiki. Biz ishimiz og'rib, biz yaxshi bir muddat o'g'ishga qonunliq. Eslab qolgan keyslarni nima qilib, bizneslar ba'zanlar biz chiqarib o'tdik deb qisa o'ziga chiroyli. To'g'ri. Bundan boshqa opam masalan bir ashib qolsa, u doim saqlab bir ash bo'lib qolsa. Doim saqlab. Endi Qaysar odam degan hammaga chidaydi qarab. Bu ana uzun yillar o'tdi. Ko'mgan kuni qolmadi. Bo'lib 4 farzandining hammasi Amerikadagi anglasam. Yana gapni mushaqqa bursak, Mavo torda ko'rayotgan 50-60 qarindoshimiz borki, agar faqat inimizdan so'raydigan savollaringlar bo'lsa, bevosita so'rasanglar bo'ldi. Telefon nomerini töbeге yozib qo'ydim. Sizlar mening bilishimcha afqamsan 2011larda kelganmi Amerikaga? 2011 birinchi oyda keldim. Aka gapini bo'lib o'tay, men savol so'rashdan bir narsa aytib qo'ysam. Masalan, ben neçə xil səbəblərdən düşünürdüm. Məsələn, nemişki sözləb çıxqanlıqım, nemişki məsələn mənə təsir qılmağanlıqı, nemişki məsələn hazır nəticəyə erişkənlikim. Bundan keyin məsələn mənə xəbər çıxqan yaxın Nurg'onadan mənə Facebookda gap qilgan bo'ldi. Nəmiz gap qilganmisiga rahmat. Nurg'onlarga javob berolmadim vaqtida pek altirashib ketdim. Har kuni shu bir yo'l bilan paranglashma, birisining intervyusini qabul qilaman. İşte qilib makiyalar aptik bir narsani o'rlashtirib qo'ydim. Endi yana birisiga masalan bu bir jarayon. Tuyuqsizlik men qo'pab masalan opam tuyuqsizlik qo'pab qo'yayotgani yo'q. Tuyuqsizlik men xotirjam bo'lib qolganim yo'q. Tuyuqsizlik qo'pab bu xabarga chiqib qolganim yo'q. Bu bir jarayon. Nurg'on ishlarni ko'rdim, Nurg'on ishlarni beshimda o'tkazdim, Nurg'on ketam yig'ildim. Sarangda ko'p ketgan vaqtlarim bor. Biroq eng oxir natijaga erishdim. Bundan natijaga erishishim bilmaydim o'zim rost aytsam. Birinchidan. Endi ikkinchidan yana birisiga masalan eng muhim bir narsa men nechketim men to'lada yangi boshlaganimda Facebook chiqib bir ishkim so'zlab qo'yatdim. Keyin asosan so'zmaydigan bo'ldim Facebookdan sal o'zim chekib tortdim chunki hammamizning hikoyasi o'zimizga o'xshash. Men berib rasman beshini og'ritib qolgan foydasi yo'q. Men chiqib beramayapman Uyg'urlarga. Undan o'zimning hikoyam orqali chet ellikni qo'zg'ay olsam orqali ashlarning davlatiga bisim qila olsak, hukumatga bisim qila olsak, bir ish qila olsak, Xitoyga osh bisim yaxshi. Uyg'urga men o'zimning hikoyamni deb chiqib beramayman yo'l ko'rsatishim boshqa. Bundan keyin eng muhim narsa nima masalanki o'tgan 200 xushbatlik yurtimizdagi Xitoyning dokumentlari chiqdi. Mana ishni ko'rib bo'lib butun dunyodagi uyg'urlar qo'zg'alangan deb o'ylagandim. Biroq hech qanday ta'sir bo'lmadi. Nurg'on odam esqamagan bo'lishi mumkin, biroq eng muhim narsa ashtonda deydi turpanniki. Ishga kelgan o'quvchilarniki, opam qayerda, nemish ular uy kelmaydi, nemish ko'rishamaymiz, ularning jinoyati bormi? Ash savollarning hammasiga hukumatniki o'rlashtirgan javobi bor. Hammasining sababi ular ishkirda o'qiyotgan o'quvchilar, ulardan to'g'ri access bor, to'g'ri chiqa oladi social mediaga. Ota-onasi to'g'riliq so'zlab chiqishidan qo'rqashga, ashni o'rlashtirgan. Eng muhim narsa shu. To'g'ri. Ota-onasi to'g'riliq so'zlab chiqib, Xitoyga bisim o'qishdan qo'rqqan. Biroq bu o'quvchilar davlatning ichidagi o'quvchilar birinchidan har qanday vaqtda ularni tutib, gajgisini so'rab akirlaydi. Ikkinchidan bu chiqib so'zlaydigan masalan bayda bo'lsin yoki tanishim bo'lsin yoki boshqa bir narsa bo'lsin, hammasi Xitoyning qo'l ostidagi social medialar. Ulardan gaplardan bo'lgan bo'lmaydigan ular o'z kontrol qila oladi. Qo'shib turib, butun Xinjiangga masalan butun vatanga har qanday birga bergan yo'lga yo'l yo'riqida ashlar kontrol qilishni deydi. Aslida Uyg'urlar ashlar bir signal ilish kerak. Facebook va Twitter va WhatsApp va qo'limizda. Facebook, Twitter, WhatsApp bo'lganlarni bir yil bo'ldi oldikmi? 15 yil so'lib ketdi kelib oldi. Bundan burun biz kichik vaqtimizda uydan qo'ral chiqqan, masalan, G'ulji vaqasi bo'ldi, G'ulji vaqasidan keyin uydan qo'ral chiqqanki, palanjidagi 10 yil kesib degan anglagan. Demak, hozir shu Facebook, Twitter, WhatsApp deganlar bizning qoralimiz, Instagram degan. Aşı gaplarni ko'rgan Uyg'urlar butun dunyoda qo'zg'alib ketish kerakdi. Bundaqa. Vatanning Xitoyning ishki, vatanning emas, Xitoyning ishki Uyg'urlardan qo'rqib, shunchalar yo'l yo'riqlarni chiqargan Xitoy
Немешке мен апамны коюп атты? Çünkü мен аны koktu. Işkilişinin ağaçtı yok. Bir ketem yaşayımız, 10 ketem yaşamayımız. Endi bu yerda sening hikoyang jiq adamga ta'sir qilishidimi, mushu jihatda ijobiy rol o'ynayotidi. Sening hikoyangda nimani ko'rib oldi deganda, igi chiqqanlar oilasiga, urug' tuqqanlarga igi chiqqanlarning urug' tuqqanlarining sog' qilish, hayot qilish ehtimolligi igi chiqmaganlarniki qaraganda 100 yuqori yani. Sen igi chiqmasang Xitayning umid kutadiğini şu, yani iş igi chaqsiz adam bo'lsa, akirib uning ishbog'ini sug'urib olamdi, o'tirib, ko'ydirib o'tamdi, nimalar qilib o'tadi. Ya'ni Xitoy degan rahimsiz maxluq. Bular shu eng qo'rqadiğini birisi igi chiqib qolarmi yo birisi mana bunda qilding deb menga bir mush atami deb qo'rqadigan mijozni bilamiz Xitoyniki. Shunga sening hikoyangmi nurg'un odamlarga bu jihatda ulgu bo'lyotdi. Ya'ni bo'libmi Muşu chet-elda sen misol qolding bayonliqi Twitter, Messenger bijmalarni o bir narsa anadagi butun media, erkin media bizga ochiq. Ya'ni dunyoda masalan biz emas, mushu g'arb ellarniki medialar bizning oldimizga izlab bizga yolvoryotdi. Urug' tuqqanlar shuncha 1 million odam bo'lgandan keyin shuning eng ozda bir 10 ming, 100 ming tuqqani bordi chet-elda. Hozir yig'ib kelgan shu bir nechasi isbot to'playotganlar yig'ib kelsa, necha yuzi, 200, 300, 500 ishib kelsa, birer mingi. Amaliyotda chet elda masalan O'rta Osiyoda milliondan oshadi deymiz Uyg'urni. Boshqamiz Yevropa, Amerika, Avstraliya qo'shib kelsak, biz 20-30 ming Uyg'ur bor. Turkiyaning o'zida 40-50 ming Uyg'ur bor. Qo'shib kelsak, xila jiq bizning sonimiz. Ammo bu guvohlik berganlar masalan eng oz 10 ming bo'lgan bo'lsa-mu, uf degan bo'ladi-da. Ammo afkam sana o'xshash shunday jigarlik odamlar aramizda rost gap qilish kerak ko'p emasga. Endi bu jigarlik desa, vijdonliq yana bir nimaga yetishi mumkin, ammo masalan Abay deding bir men bu nurg'un kunlarni, qiyin kunlarni o'tkazdim, opamni ko'z oldimga yig'lab ketgan vaqtlarim bor. Masalan hammamiz inson. Bizning tuqqunimizni akir ketib, shu turmada, shu lagerda qiynayotganligini ko'z oldimizga keltirsak, qanday qiynalib ketamiz? Masalan, kilo ko'rganda ko'raylik, shu Xitoy nim qotdi mening urug' tuqqunimga, shuni ko'raylik. Hech narsa qilmay o'tira olamdik. Mumkin emas. Bizmi odam qon go'shti. Men bir net degan, masalan, bilib aka. Bizning yaqinlardan bir narsaga agar aqonim hozir ko'rishib yüzduran turiblar, sebep yo'qlab, ya bir tasdik qo'ysam, ya bir mush urib o'rivetsam, yoki masalan gadani yoki sonani birini qilsam, yoki apani tilsam, qanday qilsam urmaydi. Nemish Xitoyni olmaysan unda bo'lsa? Nemish Xitoyni olmaysan unda bo'lsa? Sen ham men kuchim yetgachga shunday qila olaysa, Xitoy kuchim yetmashga jim turamsan. Sen kuchim yetmasa qo'rqma. Nimaga qo'rqamiz? Nimaga qo'rqamiz? Masalan, laqay nurg'unlarga dedim, qo'rqma yaqinni yaqay so'raqlar bekchiq. Mana qilinglar, mana bir yig'in bor ekan, mana bir faoliyat bor ekan, masalan, guvohlik berish bu bir yo'li ekan. Birinchidan. Ikkinchidan men qanday qilgan masalan, guvohlik berdim, intervyu berdim, to'rtga chiqib so'zladim o'zimning inglizchaga masalan, Amerikadan inglizcha ishlatamiz. Yaqin klassda inglizcha paranlashdi. İngilizce aylanırıp mesela apamniki o'zimning kayfiyatim orqali bir odamiylik jihatdan, bir turmush jihatdan, bir bola jihatdan turmushimni yo'ritib berdim kunda. Har qanday bir faoliyatlar bo'lsa yugurib bordim. Uyg'urlar emas, masalan, o'chalarda Uyg'urlarga munosabat faoliyat aytmayman, ozdi. Xitoyga munosabat bo'lsa. Berib savol so'rab, masalan, oxirida savol so'rayapti. Bir banalan chiqarib apamning hikoyasini qaytib bir savol so'rdim. Chunki u yerda muhim. Menga muxbir kerak. Onun keyin hukumatniki mayli cho'ng bo'lsin, mayli kichik bo'lsin, ko'rishib, talablarimni o'tirib qo'ydim, xat yozdim. Guvohlik berib, nurg'unlar qilgan bu ishni, guvohlik berib to'xtab qo'ydi. Masalan, bir video chiqargan to'q jim turdi, ishkini chiqarib qo'ydi. 3 oy bo'ldi men video chiqargan, hozirgacha qanday xabar yo'q. Bu bir videolar, bunda videodan nurg'uni bor o'rda. Yo'qolib ketadi videolar, ko'milib qoladi. Biroq
Har qanday bir odamning ichida bo'lishi kerakki, men bir kun baldur chiqsam, men hozir bilan pushaymon qilg'ashim, nimishqa men yatay saqlagan bo'lgandim qo'rqib. Yatta apam kichkinani olib kirib ketgan kuni, men ertasi yurib chiqqan bo'lsam, uning oldi 10 joydan 2017 10 joydan 16 kirib ketgan 23 kunga chiqarib bergan. O'sha vaqtda kuchib chiqqan bo'lsam, balkim bunda ta'sir bo'lmasa o'g'aydi, biroq chiqqan bo'lsam, apam so'lanmaydi. Kichkinani olib kirib ketgan ekan, men o'sha kuni chiqqan bo'lsam, bunda bo'lmaydi. Bunda yatay 8 oy o'shq yatmaydi. Men asik vaqt tutdim, men bulta 10-oyda boshlagan bo'lsam, 9-oyda. Bulta apam masalan bir yil oldin chiqqan bo'lsa, 9 oy ma'num nega. Hozir masalan Google'ga ismini bossam, Brahmondagi xabar chiqadi ekan. Nurg'a odam oldi hikoyamni. Lekin bir video, masalan, guvohlik videosini birini ishlab qo'yib bo'ldi qilgan ish emas. Chunki biz uyimizda o'tirib lag'mayotgan chog'da biz ishimizga ko'ra pul tepayotgan vaqtimizda ota nima kunlarni ko'ryotdi, Xudoyim o'zi biladi. Bak, nasib kerak bizning og'zimizdan, qonimizdan hozir biz qilmaydigan nurg'adan kunab kelyapti. Mushu kunak jannalab yada qo'yyapti. Ya'ni bir tayoqni yeyapsizmi bir odam va bu tayoqdagi yeydigan nima o'xshaydi deb yeyib o'tiradigan bo'lib qolgan o'xshaydi. Bizning millatda mushu ahvol yig'ir hozir. Nima ish bo'lsa ko'tara oladigan holatda, ya'ni ajoyib tushuniksiz, ya'ni bu insonlikda tasavvur qilsiz razillikning hammasini Xitoy bizga qilib baqdi. Shu qadar o'rduq, ma'ni qildi, so'ngak kiyatdi, pichoq dedik. Ani qildi, so'ngakni o'tib ketdi dedik. Endi nima qilganda qo'limizni ko'tarmizkin tag'in bilmadim. Endi bizning odamlardagi bu ig'irlik haqiqatan Abay Samididan 403 batlik nima e'lon qilgandan dunyo tavrab ketdi. Dunyo tavrab ketdi. Ya'ni bu ishning bevosita Shiydigan Xitoyga bevosita berib taqilganligini, bularning necha vaqtda qip-qizil yog'an gap qolgan dunyo bilgandan keyin tavrab ketdi, ammo bizning Uyg'urlardagi inqos shu qadar so'g'uq. Ya'ni tushuniksiz. Saviyasi yo'qmi? Bu 403 batlik narsa Xitoychada Uyg'urcha mazmunlarda e'lon qildi, inglizcha, hamma tilda bor ya'ni. Agar ko'ngil bo'lsa, uning mazmunini azroq o'qib chiqsa, dunyo bilan tanishtirgan bo'ladi, bizdan qo'y qarindoshlarimiz. Anadikini dunyo hozir masalan ba'zilar davotida Afrikada bir yerga berib, ko'chada ketyapsa, "Sen Uyg'urma?" deb salom berib, Xudoyim beshinglardan kelgan kunlarni bir yengillatsin. Xudo Xitoyning jazosini bersin deydigan Afrikadagi xalqlardan tortib Uyg'ur desa dunyoning bo'lin qishloqlargacha bilmaydigan odam qolmabdi hozir. Ama hazırgacha men Uyg'urni tanitman dunyoga deb da'vo qilayotgan o'zlarimizmi bor. Dunyo bilib bo'ldi Uyg'urni. Ama hozir bu to'g'ri yo'lni bilib, amalga da'vatimiz-ku. Shu milliondan ortiq Uyg'urimizni qutqizamiz deb. Uning yo'li nima? Baysan degandek bir ishga da'vo, bir video, guvohlik videosi berib qo'yilgan qilsa, qog'ozni san qilib tashlab qo'ysa ish tutamdi, tutmaydi. Mushu jihatda ham fikrim seniki bir tajribangni anglaymiz, ya'ni sen jiq yo'llarni mangding. Yuqortuvan Amerikada shu Pompeo, tashqi ishlar ministri Pompeodan tortib bizga ig'darchilik qilayotgan eng chong senatorimiz shu Marco Rubio'lardan tortib tuvanlik parlament a'zolarigacha, medialargacha hammasi bilan bir qo'l ko'rishib chiqib, hikoyangni dunyoga tanitdim. Mushu jihatdagi bir beshingda o'tganlarni ham tajribangni ozroq so'zlab bergan bo'lsam. Masalan, akaylar bundan abay qisqacha dedim. Birinchidan, mayli sen Navoiy bo'lsin, mayli Sadarash bo'lsin, mayli bir hunarvan bo'lsin yoki masalan bir o'quvchi bo'lsin, har qanday bir ishda izchillik talab qildi. Bir video chiqarib qo'yib, masalan, bir qaytam nonni qilib qo'yib Navoiy bo'la olmaymiz. Ichimizdan bir tarafini olib qo'yib Sadarash bo'la olmaymiz. Ashunga o'xshash. Bir tal videoda odamlarni qutqizolmaymiz, bir tal Facebook bir narsa chiqarib qo'yib, bir parcha maqola yozib qo'yib, ya Twitterga bir narsa chiqarib qo'yib, qutqizib bo'lamaymiz ularni. Maqsad otamizni qutqizish eng muhimi, biroq butun dunyoga Xitoyni javobgarlik tortish. Vaqt soat kelgancha mayli 5 yil bo'lsin, mayli 10 yil bo'lsin, isbot bo'ladi qilayotganimizning hammasi. Men o'tganda Amerikadan bir radiosiga bergan intervyuimda oxir so'rab qoldi, opamdan agar bevosita qilmasang, qo'rqmagan bir parancha olsang, nima so'raysan deganda. 15 oyning ichida nima ish bo'lganini haqiqatan bilgan bor. Kimlarni opamga qo'l tekkizganini bilgan bor.
Bir kun yoshning hammasini men javobgarlik tortib kelaman. So'rig'ini qilaman. Qilamiz, chunki masalan biz ajoyib bir millat biz Uyg'ur degan. Anangga deb qo'yib ko'pam yugurib chiqadi, chapan solatdiq. Uningda mingasi bo'layotdi degan yetyapmiz xotirjam. Yapmasmi? Uyimizga qo'shiqni pishani ko'tarib chiqib bir ish qilishimiz kerak. Biroq jang qilmaymiz, odam o'tmaymiz. Nima ish qilamiz? Kundalik xotiramiz nega? Ulkan kalab kelib qoldi. Facebook'ga yoki Twitter, Facebook emas, Facebook'ga masalan asosiyatan o'zimizning atrofidagilar biladi bizni. Uyg'urlarimiz biladi. Facebook emas. Shu davlatniki masalan Twitter. Mayli Turkiyada bo'lsin, mayli boshqa yerda bo'lsin. Bilib degan ovoz shuga qopdi, dadam tomoq yeganmidi, opam tomoq yeganmidi. Ansirab qoldi. Degan opamda paranashmanga 378 kun bo'ldi. Boshqa qilib dunyoga bildirib turishimiz kerak birinchidan. Uning bir kuni bir yaxshi odamlarga bir kuchli ta'sir odamlarga uchrab qolsa, oshar qilib ishimiz hal bo'lib ketadi. Birinchi. Ikkinchidan hukumatga boramiz berib, cho'ng ishlarga eslolmaymiz. Bizning davlatimiz ozod qilib, hamma narsani qilib emas. O'zingning nomingdan Xitoyniki sening asharanki konsuliga xatni yozib, Afrikatning opsi minabar tursin, tushuntirgan nomering ma'lum. Qo'yib talab qilib bir parcha xat yoz. Uning keyin o'zining davlatiniki Xitoy turibdi bosh elchisi xat yozib, madanki qayerda nima ish qilyotdi, qanday qayerda ahvoli. So'rg'ini qilsin. Bu bo'ladigan ish. Uning keyin chet elliklar masalan gapim sanidan qo'ydi, nega bo'lsa hozir Uyg'urni biladi. Yani çıkımızda bir 10 parçanı kötürüp yürüydik. Kötürüp yürüyüp, başlarının namıda ismini koyguzup, signal sayını kılızup, sayı konusuluğa evet üteydi. Benim ismim Mike Tyson. Ben Fırkacadan hikayesini anlap, aman eğer geldi, bana tesir kaldı. Ben üzemdeki kimliğim, mesela şahsi aldım. Fırkadan altındaki ahvalını dikkat kıvatıma. Bir devlet bulusu alan, bir konsul bulusu alan. Cevap veriyorlar. Xitoy konsuliga kuniga 1000 parcha xat berib baqsana, Uyg'urning izlagani qilib. Twitterda 1000 odam, 10 ming odam so'rab baqsana, izlagani qilib. Haqqa aytadi. Shunday qilish kerak. Uning keyin har bir davlatda bor, masalan, so'zlar chiqayotgan bir necha Uyg'ur bolalar oldiga chiqyapti, masalan, Yevropadan nurg'onlar bor, Turkiyadan bor, masalan, xalqlar bor, Arslan bor deymiz. Shular Mesela ki Amerika'da mı kıpılamıdı o işini bırak kısap yapışıyorlar değil mi? Mesela Xitay konsolunu aldılar. Bayrak götürüm. Çünkü ben apamın davasına kapatım hemen. Bayrak götürmey. Şuart olmay. Çıraklı customer köyden galışkımızı takap verip apamın rahat götürüp muhbirden bir işkini yüklep verip çıkma mesela işkini vurma. Çıksa benim apam sonu kekin 15 ay oldu. Apam kayıttı. Sizlarning o'zlaringning puhrasiga ma'qul opam. Mana shu numeri, mana pasport numeri. Opamning o'ziga qildi. Hamma bo'lsa ozroq javob berdi. O'zimizning kelish qilish kerak. Mening ham o'zimning shaxsan o'ylaganim shu. Biroq o'ylasak nurg'un usullar chiqqan oldu. Bir tal videoni chiqarib qo'yib, bir tal narsani choplab qo'yib, 3 oy bo'lganda chiqarib qo'ysam hech qanday javob bo'lmadi. Uning keyin ma'ashda bir degan Amerika'da bir yakınım. Her qanday vaqtda insonda bo'lsin, sen bir ish qilib, ash sababdan uyguringga bir bilsan bo'lgan bo'lsa, uning sababkori sen emas. Hamma narsaning sababchisi Xitoy. Sen o'zingga hargiz bilsan qilma. Bu to'g'ri gap. To'g'ri, masalan, ota-onamiz to'g'riliq. Masalan, men ham bilgan so'zligim to'g'riliq, opamga bir bilsa bo'lishi mumkin. Eğer skopap verip senin balan anı bütün dünyada bütün Uygur'unu kozga ütüp vardı. Ya bana sözler çıkanlar biz karşılanlar deydi. Bunun sebepsi ben emez. Ben kıvat karşım tuğra bilgen sözler vatkanı. Ben buraya skopap adam ötürünler demedim. Buraya kanunu buzunlar demedim. Uygurlarına demedim. Ben fakat adanamam buzunlar dedim. Ben üzerinde kömeyim onu. Apama minada kömeydi baksak genç adam. Bırak. Onun izləyirgənə özən qılına, onun sorğanına özən qılına. Başta buluş kerak çünki biz aynan məqsəd bizni yox qilish. Bütün terrorchi əməliyatına qoyub qoysak, hamımız bilamiz, bizni yox qılıb etiş. Vətənən fikirlərim şundaq. Vətənə tügüsə, bizə keladi ayətsi.
Biroq biz hozir qanday yo'q qilyotdi? Besim qilib, qo'limizni, minimizni, yuragimizni yeb qo'yapti. Bir-birisi bilan paranjamadan qilib qo'yapti. Hammadan gumanda hozir. Onunla paranlasam qanday bo'lar, manunla paranlasam qanday bo'lar, manunla desam ketmabdi ajab, onigina ketibdi ajab, deb qo'yibdi, palanchini qo'yib beribdi-ki, palanchini. Yekan o'ssak, xo'shal xo'ram bo'lsak, chiroyli bir to'yni o'zlasak, o'zimizdan o'rib qotib, qoida so'ychi bir nazirchiroqni tugazsak, Xitoy bo'lgan bir bo'lsa, bu doshim. Men nurg'un chetlikniki so'rni qo'yib, assalomu alaykumdan boshlayman. Assalomu alaykum deb uning ma'nosini inglizcha tushuntirib o'tib, undan keyin kulib turib, men hozir Xitoyning bir qonunini buzdim deya turib masaladagi so'zlar aytiblar. Chunki osh so'z Xitoyda cheklangan. Axloq to'g'ri. Oshdan o'zimiz xo'shallik his qilmaymiz. Men oshda qilmayman. Bir narsa chiqarsam 40 ming odam ko'rsa, 50 ming odam ko'rsa Twitterda bo'lib. 40 ming mesela paşa olsaqmı? Bir yoğan bir pul olsa mı? 40 ming paşa chiqib turashini. Aynan o'zining o'rni degan sapsiri. Sen bir odam, sen dunyo uchun eng chong jo'dagi test deb qarshi chiqyapsa, hech nima qilolmaysa degan. Qilolmasligim mumkin, biroq men bir ish qila olgan bo'lg'achqa. Bunga bir davlatning atoyidan chiqib, Bejondan odam abatib bo'ljiga. Opamni intervyu qilib, videolar qilib, uni to'g'ri chiqarib, necha odam ishlab kechganimizda. Ta'sir bu qashqa. İşte sebepçi bo'lib kelyapti. Bu yerda da'vo qilishniki yo'lini bilolmay o'tirgan odamlar ko'p. To'mtoq holatda hamda bunday qilish kerak deganni har yerda anglab turibmiz-yu, ammo muhimi shu odam ichidan chiqarib, usulini bilib qilmasa uning natijasi toza bo'lmaydi ekan. Ba'zilar masalan shu qadar orzusi bor-yu ichida, ammo o'qishdan muvat qolganmi bor. Shuning sening hikoyangni ozroq anglag'isi bor. Masalan, sen Amerikada hamda shu bayidab o'tgandek tashqi ishlar ministridan tortib asosliq senatorlargacha hammasidan bir aql ko'rishib chiqding, hikoyangni anglatib chiqding. Odatda hammamiz bilamiz, hamda ular oldirash odamlar. Oldirab bo'lib kelgan odamni qabul qilmaydi. Hamda bular anlatishniki bu rol tabiiyki nihoyatda cho'ng ta'sir bo'ldi. U medialarda e'lon qilingandan keyin bu bola kimki, nima bo'libdi, buning oilasiga deb so'raydi har qanday odam. Men muxbirlarni keladi sen bilan, sen bu yo'llarni qanday ochding, mushtadagi tajribangni ozroq so'zlab bersan. Aslanga necha kun yakalaga ma'lum ishlab bo'lgandan keyin necha muxbirimiz so'rab qoldi, budan keyin planing nima bo'ldi. Lekin bir cho'ng ishdan qarsa kirib olgandan keyin planim yo'q mening aslanga. Hamma ishni ko'ryapman. Udil kelganda to'g'ri o'z qilyapman, foydali bo'lsa, o'zimga emas masalan bütün Uyg'urning ishini azroq o'zim qila olsam, bir 4 ta odamga o'zim o'shib bildirasam, o'sha bir kifoya. Ama mesela meni qilishim beshida men ishni bilmaydim. Hammamiz ishni bilmaymiz. Kimlardan ko'rishdim ishni bilmaydim. Masalan, bizni Sadi Xudo yarab olgan beshida Amerikalik. Falanchidan ko'rishdik, bugundan ko'rishdik. Kimlar u nima qildi odamlar hech qaysini bilmaymiz. Biroq o'zimizniki masalan yerlik bizning rayonniki vakilida masalan Amerika hukumatiki. Ahvolimizni tushundik. Bir parcha xat yozdim men muhimi. Bir parcha yozib, o'zimning ahvolini tushuntirib birbatla. Hech narsa kerak emas. O'zimdan kim ekanligim, bir Amerikalik Uyg'ur ekanligimni bildirib. Qachon nima sababdan so'langanligi. Sababini bilmayman. Opamning so'lga ketganligi menga qanday ta'sir ko'rsatganligi, unikini so'raydigan narsa. Bayonot e'lon qil. Xitoy konsuliga xat yozib opamni so'ra. Amerika Xitoy konsuliga xat yozib opamning izlagini qog'oz ber. Amerika tashqi ishlar ministriga gap qilib, opamni to'g'rilab bir narsa degizdi. Bu xitam undan keyin bir nechaday chiqqan bo'ldi. Xitoy konsulining hozirgacha javob kelmadi. Amerikaniki Bejonda konsulluğuna cevap kelmedi. Biroq aşk xitam orqali men Amerikaniki tashqi ishlar ministriga bir necha odamlar paranglashdim. Paranglashib ulardan ko'rishdim, ahvolimni tushundirdim. Keyin ular qiziqqan bo'ldi. Bizniki kuchaydi olgan dedi. Keyin undan keyin shu sabablar bilan
yana bir mesela bir xabarlar bo'lgan bo'ldi. Men tashqi ishlar ministri binosi kirib chiqayotgan vaqtimda ko'rganlar o'g'li. Ya xatni men to'g'ri chiqarib aytgan shu bizningki yerlik hukumat a'zosiniki yozgan xatni to'g'ri chiqarib, uning rahmat suhbatim bilan ham uni Xitoy konsuliga o'zim avatgan bo'lib, to'g'ri chiqadi. Bu orqali muxbirlar kelib so'ragan bo'ldi sababini, natijasini degandek. İşte ko'plar hammasi tuyuqsiz bo'lmaydi. Hammasi bir qadamdan bo'lyotdi. Masalan, nurg'un hozirgacha bu Qarag'aldiga so'zlagan bo'ldim. 5ida muxbirni kendime o'zim o'g'laydim. Faoliyatlarga berib abay degandek. Uyg'urga Xitoy munosabatli faoliyatlar bo'lsin yoki masalan Amerika bilan Jungoning munosabati o'g'liq bo'lsin. Bunda yana muxbirlar bordi. Muxbirniki masalan deb abay bir gap chiqib qoldi. Masalan, Paulniki opamning qishiga shuncha yo'la ishlar bo'lib kelsin berishi. Hammalarning o'zining maqsadi bor. Senga Paul bir muxbirga nisbatan bir hikoyaniki yengilligi, ta'sir kuchligi, uningki natijasi bo'ldi. Men to'g'rilab ikki hikoya chiqadi, unda natijasi yaxshi bo'ldi. Uchinchisi bevosita opam bilan berib ko'rishadisa, uni ta'sir kerak kuchli bo'ladi. Shunday chiqadi, hammadan masalan men muxbirlardan foydalanaman. Men muxbirlardan foydalanib, o'zimning ovozimni tekamayrak kuchli qilaman. Muxbirlar mendan foydalanib, bir maqola yozib, o'ziniki kasbini tekamayrak mukammallashtiradi. Bu hech kimga ziyon yo'q. Chiqadi, masalan, ham yana bir narsaga, masalan, biz o'zimizniki mayli Turkiya bo'lsin, mayli Yevropa bo'lsin, mayli Amerika bo'lsin. Har qanday vaqtda masalan, esimizda bo'lish kerakki, biz bir bechor millat emas. Biz divan millat emas. Biz yig'lab berishimizdan vaqt yo'q. To'g'ri, opamning nurg'alar yig'lab ketdim, biroq bir ona bolalik muhabbatning sababidan yig'lab ketdim. O'zimizdan faxrlanishimiz kerak, chunki bir tarafda Rus, bir tarafda Xitoy, bir tarafda Hindistonning orasida kelib, hozirgacha o'zimizning dinini, o'zimizning madaniyatini saqlab kelyapti. Qolgan 50 millatni Xitoy yap bo'ldi. Mayli Shiva deymiz, mayli boshqa deymiz, Xitoyda farqi qolmadi. Shu sabablardan o'zimizdan chiroyimizdan, kiyim-kechmimizning, madaniyatimizningki, vijdonimizning, g'ururimizdan o'xshamas tufaylidan shunchalar cho'ng besim uchrayapmiz. Biroq faxrlanishimiz kerak. Boshqa davlatda turibman, masalan, men Amerikaning ishxonasiga borsam, yo'l yo'riqda qilaman. Hargiz ko'zga kirib o'tinib bir narsani so'ramayman, chunki men divan emas. Mening oldimga bo'lganligim yuqori bazarinkidan. Mening turmushim bilan yaxshi, biroq mening uzulimda Xitoydek bir cho'ng davlat bo'lib qolganlik uchun Allah'ın yardımına muhtaç. Biroq biz so'zlab chiqyapmiz. Nurg'un davlatniki boshliqlari, prezidentlari so'zlab chiqolmadi. Nurg'un millionerlar, milliarderlar, boylar so'zlab chiqolmadi. Hujjatdan faxrlanishimiz kerak. Bu podcastniki masalan New York Times'niki Ashapamning hikoyasidan ertasi chiqqan bir narsa bor. Chiqib qolgan deydi. Hozir mana 200 nechmatlik butun Xitoyniki nimalari butun dunyoga oshkorlandi. Oshkorlanib butun dunyoning rost ahvolini bildi. Yana biroq nurg'un davlatlar jimiydi bo'ladi. Hech nima qilmaydi degan. Desam qanday qaraysiz degan. Biz so'zlab, biz yig'lab ahvolni tushunarkan bir ishkizda bo'lib qoldi. Nurg'un davlatlar Xitoyning davatgan gapiga ishongan. Pokistondek yoki boshqa bir davlatlardek, Turkiyadek masalan, bu musulmon davlatlar jim turayotgan yana Xitoyni oqlayotganlarninkiga. Boshqa davlatlarning boshlig'lariga prezident qashag'ib o'zbatlik ash dokumentni yuzudi ashtamada yuz bombaldi. Amerikaniki masalan dunyo uchun ancha nimasi tashkil minaq chiqibdi. I want to slap your face with those documents. Ashtadan qochdiga ash dokumentlar bomba. Yana sana isbot kerak. Ikki dunyo urushida bo'lmasdan tog'da qolib ketgan jasadlarni ko'rgandan biroq unda jasadlar bo'lmaydi hozirda. Chunki har birisining yonida jasad ko'ydirish maydoni bo'ladi. Ishkazlarni setyapti. Jasadlarni ko'rmaymiz. Hech nima ko'rmaysa, mana shu dokument degan, mana shu isbot bundan munosabatlar chiqmaydi. Endi nimani saqlaysa edi. Uyg'urlar mana shunday bo'lish kerak. Uyg'urlar
Fakat ve fakat aramızdaki ölüm kaygına sabab etip atamiz. Bunda koydaki yotqichi, koydaki moral tirik jon bo'lgandan keyin ish qilish kerak. Endi sen şu amaldarlar bilan ko'rish jarayonida bize seni xotirjam qildigandek bir uchurlarni ala oldingmi? Masalan, bizning Uyg'urlarning ishidimi ayni vaqtda shu Rabia Qodir onamiz hech sababsizlar 8 yil qamalgandan keyin Amerika hukumati besim qilib yurib bir qo'lliq ochiqdi. Endi gerçi bunday hikayeler köp bo'lsa-mu, sening oilangniki hikoyasi hozir bir tipik bir misol bo'lib qoldi Amerika hukumatiga nisbatan. Masalan, Mehrigul Tursun chiqib shu vatanda bo'lgan hikoyalarni aytganda butun dunyoni zilzilaga soldi, insonlikdan mushunday vahshiylik bor ekan deb. Hozir hamdiki hammaning diqqatini qo'zg'ayotgan, diqqati markazlashgan hikoya shu sizlarning oilanglarning hikoyasi bo'lib qolyotdi. Tabiiyki, mushunday Amerikaning agar amaldorlari qo'l tiqib yordam qilmoqchi bo'lsa, balkim adimiz bir kunda Amerikada o'lib qolishi mumkin. Mushundaq bir ishniki vujudga chiqishida seni umidlantirgudek bir javob ola oldingmi bularni yoki hozircha bevosita unday gaplar yo'qmi? Bu to'g'rida paranlashyaptim. Undan keyin beshida men senga dedim. Boshlaganchada oxir qanday chiqadi, opamni ko'ralamdim, opamni qutqizalamdim bilmaydim deb. Biroq ishga kirgan sari umidim kuchayadi. Opamni ekilma Xudoyim bilsa. Mayli qanday ish qilay. Ish qilib Xudoyim bilsa, opamni ekilma. Inshaalloh. Undan keyin o'tirib birinchidan paranlashdim. Paranlashib, beronasidan berib qo'ydim. Gap bo'ldi. Undan keyin opam bilan o'tirib paranlashib Başkan doktorxonada apam. Mıshtaq sizni akvalamachi o'qim dedim. Sizni akvalamachi o'qim, ammo siz kelgan kuningiz aeroportga 100 lik odam chiqqan ekan, apam keldi deb qo'ysam desam. Bo'ldi, balam o'zing ol chiqaring yaxshisi. O'zing chiqasing, mana ayrim bir ko'rishib, seni bir ching'ir quchoqlab, o'zim bir peshoningizni sevgili. Undan keyin oxirida ko'rishib olaman. Da'vatga yetib borsak, mening mediatimni og'rib. Sen bo'ladi, boshqalar aytadi. İşte başka da pandilaki daimden tilaymiz. Sebebini özümüz kılımız. Neticesi ulan geliyordu. Bırak birinciden apamın hikayesi en ahire iş kılıp Nurgulları soru demesine emin oldum. Bu da kısmı bağ mı bu hikayenin ki de başlayla New York Times'daki. Bu da kısmını da hazır hiç para anlaşmadık. Bu hazır kinodaki o kalçı bununki. Daha kısmını paranlaşmadık. Bırak daim bursa bu aksi Amerika'da işlerimiz apamla ekili it's gonna be happy ending dedim. Buyursa. İnşallah da bu kadar. Onun hikayenin hem yeni birisiga hem çoğun apam bilan çoğun adam türmede deyip atıp geçecek. Ularning başı bu tufçine kirib ketgan. Onun hikayenin bir üçüncü ayda ben aşı Pompeo'dan ko'rishganim bilan aytismi uyini qo'pab türmege o'tkib ketdi. 8 yil kesib yutibdi. Ularnikini kuchayapman çünkü mayli itiraf qilay qilmaymiz degan o'zimning bir ishtirim bizning so'zlaganim sababidan bir sabablar bo'lib kelib ularga biroq undan boshqa masalan nurg'un uylarimiz bor. Masalan shunda ansir aytdim, gumon qilayotgan bir ishlar bo'larmi deb, biroq ben fırkat mesela ki, bırak teşkilatma emasman. Özüm yalğızlık adam hem işimni, işimni mesela özümden pulunu özüm tepip muaşım arkalık götürüp ketip barman. Ha, aşınçı ola təsir qo'zg'ab Xitoyda qolgan bo'lsam, minandagi fırkatdan bir 500'e chiqsa, 1000'e chiqsa, 10 ming'e chiqsa, hozirgi isbotlar yetib oshadi. Bu isbotlarni ular ko'rib qo'ydi. Ko'rib qo'yib Amerika, butun aytay Amerikadan bo'lsin, boshqa amaldorlar bo'lsin, boshqa davlatlardan bu ko'rib biroq ashundan oldin biz jugrab berishimiz kerak. Sening ko'rganing mening opam to'g'rilik. Mana bu seniki Xitoydan elayotgan narsalar mening opamning ishlab chiqargan narsalari. Ashlarni cheklashimiz kerak. Bunda qilishimiz kerak deb ashlarning oldiga berishimiz kerak. Hammamizning turmushi bor, turmushimiz bor, bolamiz bor, oilamiz bor, biroq
20 saat qılamayız, biroq biz 20 saat qılamayotgan vaqtning naq o'zida ota-onamiz 24 saat qiynalmoqda. Başqa umidvarim ekan men. Doim bir birinchidan opamni keldim. Aynen ki mesela Amerika'da bir qonun tekib, bo'lmay turiblar, butun kamplarni taqib etdik. Taqib etmiz, laqamadan o'qish bitadi deb bo'ldi. Ashtaga bir sabab bo'lib qolamiz. Biz tugursin, biroq bu kamplarda, lagerlarda tugadi emas bu. İşte bu adamın başka. Hemen düşündürüyoruz. Onun keyin qonunimiz chiroyli üstse bir xo'sh xabarni olsak, shu xabarlar ki vato biroq biz yaxshi gaplar bo'ldi. Üstse onun keyin bundan keyin bekrek mükemmel bir qonunlarni olsak, ishlarga sababchi bo'la olsak, ishlarga bir narsamizni qatqiza olsak, yaxshi bo'ladi. Rahmat Tukan bugun Chiqparanlashdik. Ham yana yetarli bo'lmadi deb o'ylayman. Yana nurg'un so'raydiganlarimiz bor, ammo sen bu nihoyat aldirash vaqtingni qisqa. Bugun 2 soatlik vaqtingni bizga ajratganingga rahmat. Oxirida Ufkan boya beshidimi deb o'tding. Yana bir ishqa bo'lgan yurak so'zingni bir da'vatsang, anandekin programmani oxirlashtirsak, nima maqsadda deganda boy Mehmet dedim sen deb o'tding, bu Uyg'ur davosi hech kimnikiga o'xshamaydigan mushkul bir davo. Uyg'urning hozir kelayotgan, beshig kelayotgan fojiami insonlikda hech qanday bir millatning beshig kelib boqqan fojia emas. Mushundaq holatda sen dedim minglab, 10 minglab furqatlar chiqsa bizning ishimiz aqidi deb. Şu fırqat bulanmay o'tag'an, qo'rqib, ba'zigacha bulun pushqoqlarda Xitoydan qo'rqib, Xitoyning soyasidan qo'rqib, hatto birisi o'tganda bir nihoyatda qiziq gapga bir tog'ning cho'qqisiga chiqib, balki bir Xitoyni vaqirab tildavanlar desa to'ptura anglab qoldi deb qo'rqqan odam nima borki, Los Angelesda Alayning to'piga chiqdi. Ammo shunday Uyg'urlarimiz oz emas ekan. Mushlarga oxiri chaqiriq tariqasida bir yurak so'zingni davosang, anandekin programmani oxirlashtirsak. Ma'qul. Bir necha ish masalanga hamishdan sababi bor. Jarayoni bor, natijasi bor. Masalan, mening hikoyamning sababi bizning Amerikada bo'lib qolganimiz, opamning vatanda bo'lib qolgani, opamning so'linib ketganligi. Jarayoni bu masalan, opam kirishdan burungi hikoyada odatdagidek bir ishlar paranlashib turardik. Bizlab chiqib nurg'onlarni beshimizda o'tkazdik, ko'rdik. Nurg'on besimlar bo'ldi. Nurg'on jig'izorda bo'ldi. Biroq natijasi yaxshi bo'ldi. Asl natijaga erishgan bo'ldim. Undan keyin Xudoning bir natijasi yaxshi bo'ldi. Endi bu tushsiz chiqib qolgan narsa emas. Ular masalan so'raydi, xat yozib, nurg'onlarga javob berib bo'lmayman men. Buni burun shunday qanday bunga texnik kerak bo'lib ketaman. Herkes ko'z qilmaganim yoki masalan birisini cho'ng bilib, birisini tuvan bilganim emas. Hatto o'zimning turmushim o vaqtda mekuz bo'lmadim. O'zimning butun bir odatdagi ishim bor. Ishim bor deganda 1 soat bekana mashinada boraman, 1 soat bekana mashinada kelaman, 7-8 soat. Bundan boshqa o'zimning turmushim degandek. Shunday ishqoyadaki, endi mendan so'raydiganlarim chiqdi. Hammasi deydi men. Bu atkan ishlar so'zlab chiqib texnik bo'ladigan ishlar bizning sababimizdan emas. Xitoy bizning ustimizda bo'lib qolganlik uchun ota-onamiz ochib ko'ryapti. Mayli biz chet elda bo'laylik, ba'zida o'ylaydi biz chet elda bo'lg'ashqa, biz to'yimizni cho'ng qilg'ashqa, bizning to'yimizga palonchilik kelgan bo'lg'ashqa, ikkini nazarimizga bugunchi kelgan bo'lg'ashqa, bunda so'layapti. Unda emas. Biz kichkimizda bir hikoyada vatdi, bir yo'l bosdim ki bir to'shqonni yemoqchi bo'lib, bana topolmay, bir kuni do'p kiymabsa, bir kuni do'p kiyyapsa, bir kuni ekrevatdan bir kun pakaz ekrab qolanib, oxiri yeydi. Bizni başta birisimizni terrorchi deydi, birisimizni bulgunchi deydi, birisimizni dindor deydi, birisimizni qaroqchi deydi. Ham bu'daki hammamiz bilamiz o'zimizdan kim ekanligini. Biz undan bir millat emas, eng go'zal bir millatmiz.
Mayli Amerika olsun, mayli başka yer olsun. Mesela bu Amerika'da. Uygurdan fazla kıyımlı kalan adam yok turmuşta. Hem tarafına bir olsa menimiz kirib yaşadık. Turmuşka eriştik. Hem bir kısa bir müddet olsak mı, hem az olsak mı. Kuvat kaçmış, kuvatdan pahırlındı. Kongresga hükümetga kirib, hozirga chiqirgan odam 100 ga baramda bamandı qo'yma biroq mashunchalar bo'lganda biroq biz uning messenger mesela bir elchisi vatandagilarning ovozini Amerika hukumatiga vatandaşlarimizning ovozini Yevropaga, Turkiyaga yetkazgan biz faqat bir orliqdagi elchi. Bu qonun o'tab kelsa uning sababkori biz emas, uning sababkori vatandagi xalqimiz. Yeni yoshlarning jini nurg'un qizlarimiz. Faqat yoshlarning yig'il-zorini yetkazib berdi. Biroq qilganimizdan faxrlanamiz. Qilgan ishimizning sababidan bir kun Baldirosim otanimiz boldiroq chiqsa, Uyg'urimizning azobi bir kun bo'lsin boldiroq tugilsa, dunyoga bag'obatimizni maydimizga kelib tik tura olamiz. Boshqa qo'rqmaymiz emas. Hammamizga otanimiz muhim, jon totliq, turmush totliq, mol dunyo totliq. Nima xotirjam yashagan bor. Bunda yurab yurgim yo'q. Balam o'ynasam, sayohat qilsam, biroq amal yo'q. Mayli xohlaydi, xohlamaydi, bizni zo'rlab qilyapti. Mayli biz qilaydi, qilmaydi. Biz baribir terrorchi, baribir bo'lgunchi. Bunda bo'lib jim yetib u gapni olgandan oldiga chiqib turib, deydiganimizni deb turib, qildiganimizdan qilib turib olaydi. Meni terrorchi chiqib bo'ldi. Meni bo'lgunchiga chiqib bo'ldi. So what? Masalan, jim yetib turib anglagandan, jim yetib turib Uyg'urlarning hammasi terrorchi. Uyg'urlar orasida firqatma bor deganda. Men qilayotgan ishim sababli men terrorchi bo'lgan bo'lsam, butun dunyo kuladi uni. Nurg'odan biladi qilayotgan ishimni. Men terrorchi emas. Men bo'lgunchi. Men faqat bir bola. Ana shuni javob chiqqan. Men faoliyatchi emas. Hammamiz ashta bo'laydi. Izlab chiqayli, qilayli. Vaqt soat kelgancha 4 kundan keyin otanimizni qo'yib, paranglashib, ya ulayimizga kelib, nima ish qilganding desa, jim yotgandim demaydi. Bomba degan bir 4 parcha xabar olsin chiqarayli. Adam bilan bo'lsin ko'rishib, masalan, Amerikada chiqqan qonun Yevropada mı chiqsin? Nimişka Angliyaning kuchimaydi, nimişka Gollandiyaning kuchimaydi. Ko'rishsin. Ko'rish kerak. Erkin davlat. Eshikka chiqib, erkin ozod qilamaganlar jim berib ko'rsin. Ham kelganlarga deyman, men ko'rishlarning nomerini beraman. Yoki biz o'zim ba'zi appointment beraman ko'rishlarga. Berib, o'z ko'rishib degan gapini deb keladi. Hamma isbot bo'lib saqlanib qolgan narsada. Vaqt soatgacha kerak bo'ladi. Bo'pti aka. Obdan qaram. Rahmat, Fukam. Ishonamanki bugun bu programmani ko'rgan va bunday keyin ko'rgan qarindoshlarimiz nihoyatda qimmatli ruhiy ozuq oldi deb o'ylayman bu programmadan. Chunki bir odamniki peshinda o'tganlari va jangovar ruhini o'z og'zidan anlaganda, his qilganimizda bizga ruhiy ozuq bo'ladi, ilhom bo'ladi. İnşallah sen degandek ko'plagan furqatlarning maydonga kelishini umid qilamiz. Oxirida dadam Cevdetga va barliq qarindoshlarga salom aytgan. Sening va barliq qarindoshlarniki tanlarga salomatlik, turmushiga xotirjamlik tilaymiz. Rahmat sana Fukam. Xayr. Allohga omonat. Rahmat aka. Ham ko'rayotganlarga hammasiga rahmat. Ishqilib doim ishimiz oson qilsin. Elimizni salomat qilsin. Bizdan bozroq bir kun bo'lsin ko'rishib, sana xizmatini qilishimizga chin borimizni qilsin. Xayr. Allohga omonatimiz. Allohga omonat.
yıraktı. Bir Uygur gülümse yırak yıraktı. Seviliştiğinizi taşar kırgaktı. Ben seni şu kadar sevindim vatan. Ben seni şu kadar sevindim vatan. Sevmiştiğimizi taşar kırgaktın. Ben seni şu kadar sevindim vatan. Ben seni şu kadar sevindim vatan. Yağmur her kaçan gelirsen bana. En güzel düşlerde gözüm var. Hıyallar her kaçan gezersen tamam. En güzel düşlerde gözüm var. Bağrınga gömülmek en güzel armağan. Ben seni şu kadar sevindim vatan. Ben seni şu kadar sevindim vatan. Bağrınga gömülmek en güzel armağan. Ben seni şu kadar sevindim vatan. Ben seni şu kadar sevindim vatan. Kuşlarga qaray men nimadur özlep. Vatanim asmilidim kimikinde. Kuşlarga qaray men nimadur özlep. Vatanim asmilidim her taş her giya. Ben seni şu kadar sevindim vatan. Ben seni şu kadar sevindim vatan. Dıllarga tutuya her taş her giya. Ben seni şu kadar sevindim vatan. Ben seni şu kadar sevindim vatan. Ben seni şu kadar sevindim bana. Ben seni şu kadar sevindim.